Assalomu alaykum, Uyg'uriston ekranining aziz ko'ruvchilar. Uyg'uriston guruhimizning tarmoq proyektida yo'l qo'yilgan Uyg'uriston ekrani tabiiy fan, uchur texnikasi, injenerlik sohalarida o'qiyotgan, ishlayotgan kishilarni, munavvar o'smirlarni va ota-onalarni ziyorat qilib, ularning tajribalarini bolalar va ota-onalar bilan o'rtoqlashish fursati yaratib berdi. Bu qitim Uyg'uriston ekranimizning 14-sonida dunyodagi eng yaxshi oliy maktablardan Massachusets Texnologiya institutida biologiya injenerligi bo'yicha to'liq kursini tugatib, hozir Cambridge universitetida bilish va miya ilmi yo'nalishida doktorlikda o'qiyotgan, kelgusi parlab turgan umidli yosh Zulqayda Mamatning o'qish va tadqiqot hayotida qo'lga keltirgan natijalar haqida suhbatda bo'lamiz. Assalomu alaykum Zulqayda, oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Sizga alaykum assalom Dilnur va ekran oldidagi ko'rman do'stlar hammalardan o'tib salam. Rahmat. Una xo'sa, hurmatli ko'ruvchilar, savollaringlarni inkas shaklida bizga bildirsanglar, program orqasida savollarga Zulqaydadan javob olamiz. Uningdan boshqa ulanishimizni tarqatib qo'yish orqali ham bizni qo'llab, ham bu suhbatdan boshqa qarindoshlarimizning manfaatini qilishiga vasila bo'lgaysizlar. Una xo'sh suhbatni rasmiy boshlab ketaylik. Endi Zulqayda bilishimcha vatanda boshlang'ichni o'qib Amerikaga kelibsiz. Yangi bir muhit, yangi bir hayajon, yangi bir boshlanish va yangi qiyinchiliklar bu yerda sizni qarshi olgan bo'lishi mumkin. Endi vatandan ayrilib Amerikaga safar qilish jarayoni va Amerikadagi to'liq o'tir maktabdagi o'qish hayotingiz siz duch kelgan masala va hal qilish yo'lidagi tirishchiligingizni bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Albatta bo'ladi. Birinchi bo'lib men Amerikaga to'liqsiz o'tirninki eng oxirgi yili kelgan. Shu vaqtda ingliz tilini unchalik yaxshi so'zlamaydim. So'zlamaydim desam bo'ladi. Hisob o'qilaydim, ammo tushunamay, gap haqlardan gap qilishmaydim. Shunga hisobda birinchi deb butunlay endi shunchalik bearam bo'ldim darsda. Hech nimani tushunmay, matematikadan darsdan boshqa hech nimani tushunmay, shu bearamchilik bilan endi o'zimni canlandırıp ingliz tilini yaxshi o'rganay deb hisobda 3-4 oydan keyin ham romanlam normal ingliz tilim chiqib ketdi. Undan keyin endi o'tir maktab bakrak muhim bo'ldi. To'liq o'tir maktab kirgan vaqtimda birinchi bo'lib endi birinchi yildan boshlab ham hatto Amerika kelgan vaqtimdan ham desam bo'ladi. Başta cho'qim bir nishon bo'lishi kerak-ku. Shunga mening nishonim endi cho'qim yaxshi maktabda. Shu vaqtdan boshlab ham cho'qim yaxshi oliy maktabga kirishim kerak deb o'ylashgan. Endi u vaqtlarda MIT'larni, Cambridge'larni o'ylashmagan, lekin yaxshi maktab bo'lishi kerak deb o'ylashgandim. Shu uchun endi shuni qilish uchun universal shaklda endi o'zimning saposimni deylik, mukammal qilishni endi shundan izlandim-da. Endi bu yerda 4 narsa muhim deb o'ylayman. Shu vaqtda duch kelgan shu 4 narsani yaxshi qilsa, menimcha hamma yaxshi maktablarga kira oladi ya shunga iltimos qilish uchun o'zini mukammal darajada o'zini mukammal qila oladi deb o'ylayman. Birinchisi endi darsningki natijasi. Bu deganim har bir darsda cho'qim to'liq o'tir maktabningki GPA deb bir narsa bo'ladi. Uni uyg'urcha o'ttiruvchi numur deymiz. O'ttiruvchi butun natijalarni turkcha hamda o'rtalama, not o'rtalaması, Uyg'urchada o'rtacha natija desak. Shu har yili uni chiqirdi. Har yilningki butunlay natijalarni qo'shib chiqargan. Lekin 4 yilning eng oxirida sizningki GPA'ningiz hisoblandi. Bu GPA endi maktablar uchun endi masalan MIT deydi, bundaq maktablar hargizmi biz GPA'dan yuqori ballarni olamiz demaydi. Lekin bu maktablarningki kirgan ballarningki hammasi endi yuqori darajadagi GPA'ni olmoqdi. Shunga bu GPA butunlay sizningki darsingizningki cho'qim mengib kelishninki shundan GPA yig'ilib mangdi. Buning kelgan vaqtda masalan men o'zimni ham raqobatlashtirdim. Bu deganimning sababi Amerikada to'liqsiz o'tir maktabdan boshlab ham sizni darajaga ayriydi darslaringizni-chu, public maktablarda. Shu darajaga ayrilgan vaqtda men keyin kirganligim uchun ham ingliz tili bilmaganligim uchun men u yuqori darajaga kirmaganda. Shunga qarsam yenimdagi do'stlarimlar mendan boshqa darslarni olyapti-da. Shunga voy, ajab men bu darsda yo'q ekanman-ku deb, darsga kirish uchun men o'zim birinchi o'zim o'rgandim. Ham jiqroq dars olib mangdim. Masalan, bir misol qilsak, matematika darsi kelgan vaqtda
Men degandek meni matematikam shu vaqtda yaxshi değil, lekin men shu darajaga ayrilmaganligim uchun men u darsni ololmadim-da. Shuning bir mavsum mening esimda bor. 3 matematik ishlab, 2 matematik dars oldim. Uning ustiga qo'shib bir matematik darsini o'zim o'rganib, eng oxirgi to'liq imtihonini berib, hisob 3 matematik uning ustiga qo'shilib, hamda odatdagi oldigan darslarmi bor. Shunda hatta buni odatda unda qig'il qo'ymaydi. Men shu maktabning mudirlari bilan so'zlashib turib, o'zim hamda iltimos qilib turib, ashta qilib yurib, shu boshda boshqalarniki eng yuqori darajadagi do'stlarimniki sinflarga raqobatlashtirdim. Undan keyin o'sha yetgandan keyin undanmi yaxshi ustiga chiqish uchun uningga endi o'zim bilan o'zim raqobatlashdim. Buning uchun endi men degandek cho'qim darsda menimcha rost gap qilsam darsda dars olnash u eng oson ish. Uning ustiga uni tushunib, ananikin imtihon tayyorlik qilib, ash narsalarni yetillashtirish tabaqat kasb bo'ladi. Shu birinchi bo'lib shu GPA muhim. Ikkinchi bo'lib yaxshi maktab kirish uchun Amerikada butunlay u yaxshi o'qisam bo'lmaydi. Universal men degandek universal shaklda saposi cho'qim mukammal bo'lishi kerak. Uning uchun darsning sirtidagi faoliyatlarga o'zini izlanish kerak. O'zim men nimani yaxshi ko'raman, qanday narsalarda men boshqalardan masalan farqlanadigan qanday alaydiklarim bor. Shu alaydiklarimni qandaqsa gavlandirsam bo'ladi. Gavlandirayman, joylandirayman. Ashta qilib o'zim izlandim. Masalan menga kelgan vaqtda meniki jiq ishlarni burundan boshlab jiq narsalarni yaxshi ko'rdim-da. Shu o'xshamaydigan shakldagi klublarga qatnashib, darsdan sirt har kuni dars tugagan vaqtda har bir maktabniki odatda public maktab to'liq o'tir maktablarniki darsdan keyin tushgandan keyin klublari bo'ldi. Shularga hammasi o'xshamaydigan klublar men yaxshi ko'rganlarim qatnashdim. Uning ustiga qo'shib qatnashishlar emas. Uningda lider rol o'ynash. Shuning shundan izlanish kerak. Deb degani hamma narsaga vaqt bo'lsa manbadan qatnasha oladi. Lekin uningga yana bir daraja uni o'z izlanish kerak. Uning ustiga qo'shib aniki musobaqalarga qatnashib degandek. Men hozir ekranda bu slayderimni ko'rsatsam, shunda ba'zan klub qatnashgan klublarim bor. Shunda biza deb o'tsam bo'ladi. Bo'ldi. Nahot slaydni chiqaraylik hozir. Andın chiqdi. Siz nima demoqchi edingiz? Yo'q, estağfurullah. Hörmətli görürmənlər, mən demək istedim. Zulqayda vətəndə Xitayca oxuyan, əmdə sizlər oylab baxınlar toluqsuzgacha əmdə vətəndə aşı Xitayca oxub, ondan keyin Amerikaga ketib, u yerdə inglizcə oxub, Uyg'urchasining bu pet saqlanib qilishi mencha haqiqatan hammamizning taqdir qilishiga erishish kerak bir ish deb o'ylayman. Masalan, men tunji qaytdim Zulqayda bilan paranglashib qilgan vaqtimda Uyg'urchasining bunchalik yaxshiligi, bunchalik ravonligidan bek suyundim haqiqatan. Endi gapni sizga beray. Estağfurullah. Ma'qul, amisi men başta mening ko'rsatmoqchi bo'lganim o'zimniki darsdan sirt ko'ryapsizlar? Ko'ryapsizlar. Darsdan sirt qilgan ishlarim. Masalan, meni kichik vaqtimda, 5 yoshda vaqtimdan boshlab ota-onam meni skripkaga bergan. Lekin u vaqtda unchalik yaxshi ko'rkatmadim desam bo'ladi. Lekin ashta bo'lsa-mu esimda bor, dadam shu zo'lab turib bo'lsa-mu meni olib birga yosh maktab darslarga. Lekin shu vaqtda uni his qilmabdi ekanman. Amerikaga kelgandan keyin u darslar shunchalik qimmat mumkin emas. Men Amerikaga kelib bir qitimmi dars olib boqmadim. Lekin shu kichik vaqtimda uygun, shu 12 yosh vaqtimdagacha uyganginim esimda qilib, shu to'liq o'tir maktabga kelgan vaqtda hatto ashni o'zim qaytadan boshlab, o'zim qaytadan uygunib, uni tixinbek mukammal qilib musobaqalarga qatnashdim. Anki musobaqa qatnashgan vaqtda masalan shu shaharlik musobaqalar bo'ldi, shtatlik musobaqalar bo'ldi. Degan shundoq orkestralarda birga chilib ashtaq musobaqalarga qatnashdim. Shunga hisobda ashta kichik vaqtingizda bir qilgan ishlarni
Biraz vaqtda tashlayotgan bo'lsangizmi, uni qaytadan yana bir qitim boshlash kerak endi. Agar ashunga rasmiy qiziqsangiz, masalan, men muzikaga shuncha qiziqdim shu vaqtda. Rasmiy qaytadan o'rgandim-da endi o'zim. Shunga bak yaxshi ko'rdim. Shu bir ish, jiq vaqtim shunga chiqdi. Uning ustiga qo'shib endi masalan, abay deb o'tdim, darslarda yaxshi bo'lishim emas, uning ustiga qo'shib klublarga qatnashish. Masalan, men qatnashgan bir National Science Bowl deb bu Amerika butun odatda jiq maktablarda bo'ladi endi. National Science Bowl deb klub bo'ladi. Bu hisobda bir musobaqa. Buningga o'zingiz yolg'iz qatnashmaysiz, team bilan boshqa o'quvchilar bilan birga qatnashasiz. Buningda men hisobda 2-yildan boshlab shuni qilishni boshladim. Maktabdagi do'stlarim bilan ham shuningdami jiqiliqi boshqalar bilan qandaqsa birga o'qish, boshqalar bilan qandaq hamkorlashish degandek shu narsani shundan o'rgandim. Undan keyin bu o'quvchilar uyushmasi. Buningda men rost gap qilsam, birinchi yil Amerikaga kelgan vaqtda bek gap qilmay maktabda gap qilmay bek ichim siqilib ketib, shundaq gap qilgim ketadi-da. Shunga o'tir maktabga chiqqandan keyin o'zimni mashinamdan sinadim hisobda. Mashinani sinab, buningdami qatnashishim emas. Buningdami shu liderlik rollarni o'ynash ashunga izlandim. Andan keyin bu ikki narsa endi birisi rasm chizish, men azaldan rasm chizish o'zim dars alayda darslik qilib baxmagan, lekin yaxshi ko'rdim, san'atda narsalarni yaxshi ko'rdim. Shunga men degandek shu bir narsani yaxshi ko'rsa, shuni izlanish kerak-ku. Masalan, men mashina yaxshi ko'rganim uchun shu rasm chizish darslarini olgan vaqtimda ashunga bakrak qalamni qo'yib, rasmlarni hatto kutubxonalarda ko'rsatib degandek shaklda izlandim. Yana bir darajaga yuqoriroq qilibchi o'zimni raqobatlashtirdim. Bu volunteer degan narsa bu hisobda Uyg'urcha boshqalarga yordam pul bermay turib yordam qilish. Fidoyi shaklda yordam qilish bo'ladi. Bu endi bek muhim. Bu bek muhim. Odatda odamlar bunga sal qaraydi. Buni masalan o'zingiz vaqtingiz chiqarib, masalan men shanba kuni esimda bor bir yili ta'til shanba kuni ota-onamni shu bir 15 minut 20 minut bir yerga bir doktorxona bordi yanimizda. Shu yerga har shanba kuni berib doktorxonada boshqalarni kuzatdim. Lekin u vaqtda doktor bo'larmikin degan o'yinlar bordi-da. Shuncha doktorlarni kuzatib, bir doktorning orqaga agishib, doktor nega bas shu yerga berib, shuni lekin umi bir ashunga volunteer qilish vaqtingizni chiqaramiz. Kutubxonalarda volunteer qilib baxtim. Buni soatlab hisoblaydi. Hatto ba'zan maktablarningki Amerikadagi ba'zi maktablarda shu eng yuqori ya bo'lmasa bir darajaga yetgandan keyin sizga hatto eng oxirida maktab bitaganda sizga uni mukofotlaydi. Degandek ishlarmi bor. Okay, bu mashq qilganlarim, bu darsdan sirt qilganlarim bo'ldi. Anki men abay deb o'tmagan ba'zan narsalar. Bu Amerikada endi bu boshqa davlatlarda bormi o'qimayman, lekin Amerikada National Honor Society deb honor societylar bo'ldi. Buni endi Uyg'urcha qanday tarjima qilishni bilmadim. Bu endi Amerikadagi bor narsa. Hisobda klubga o'xshab qoldi. Lekin bunga cho'qim har bir fanninki o'xshamaydigan hamma maktabda mashlar bu butunlay davlat darajalik narsa. Buni har bir maktabniki o'xshamaydigan narsa yo'q, mashinchilik ham, lekin ba'zi maktablarda ba'zanlari bor, ba'zi maktablarda hammasi bor degandek o'xshamaydi. Shunga buningga hisobda membership shaklda kiradi. Bunun kirish uchun cho'qim natijangiz yuqori bo'lishi kerak. Fan bilan munosabatli. Masalan, National Honor Society degan buning fan bilan munosabatsiz, lekin buningda hamma fanni hisoblaydi. Sizning abayman degan GPA qaraydi. Shu GPA bir darajaga yetgandan keyin sizni buningga qabul qildi, chaqirish qildi, andan keyin buning qatnashdi. Andan keyin science-niki bu ilmiy darslarniki buningmi shu ayrim o'ziniki bor. Bu ingliz til darsiniki bor. Muzikaninki, matematikaninki. Meniki maktabimda borlari mashinchilik ekan. Yana bir san'at deb, art deb bir honor society bor. U mening maktabimda yo'qdi. Hatto men ingliz tilmi yo'qdi, lekin men ba'zan do'stlarim bilan birga qo'shilib
Buni biz cho'qim qurishimiz kerak deb buni qurib chiqdik maktabda. Hisoblab qo'shibchi, shu chapter deb qo'shib chiqdik. Shuning mash narsalar bor, buningga ham buningga member bo'ldingiz degan gap, siz mash darsda yaxshi degan gap, uni ustiga qo'shib, yana buning ichidami liderlik rollar bor. Shu liderlik rollarga bunimi izlanasiz, ham men izlandim. Shuning ashtash darajadagi xapomalar meni emaillerim chiqib qoldi. Shu darajadagi o'xshamaydigan hisob darsdan sit mashinchik narsalar bor. Endi u narsalarni men abay degandek ben abay başta birinci degan nuqta darsningki GPA bo'ldi. Ikkinchi nuqta darsdan sirt qilgan ishlar bo'ldi. Endi uchinchisi ikkinchi nuqtadanki ikkinchi nuqtasi darsdan sirt qilgan narsalarizningki buniki musobaqalari bo'ldi. Masalan, men deb o'tdim, masalan, bir musobaqa deb skriptda musobaqa qilsangiz bo'ldi, rasm chizishda musobaqa qilsangiz bo'ldi degandek. Endi men jiq musobaqalarni qildim, uning ichida bir 3 musobaqani bir bu musobaqalar imtihon bilan munosabatlikchi. Mening 3-nuqtamga birga qo'shiladigan narsalar. Shuningga, mana 3 narsa bu endi butun Amerikaningki davlat mukofoti deymiz. Mana birinchisi President Award for Educational Excellence. Buni ham to'liqsiz o'tir maktab ham to'liq o'tir maktabda ola olasiz. Buni agar har bir darsingizda apmansangiz, yuqori apmansangiz, buni maktab bitaganda sizga berdi. Buni iltimos qilib yana buni qilmasangiz bo'ldi. Lekin ashta berdigan. Buningga hatto shu vaqtdagi prezidentningki signature'si, masalan, meningki og'inim Obamaning signature'si bor. Buningga lekin siz hech qanday yaxshi o'qishdan boshqa undaq narsasi yo'q. Mana National Merit Scholarship. Endi meningki 3-nuqtamga kelsak, SAT bilan imtihonlar. SAT subject deydi, SAT deydi, buni hammasini deb o'taman. Mana National Merit Scholarship degan bu shu Amerikaningki SAT imtihonini yuqori darajadagi nomer olsangiz, sizda avtomatik shu mukofotga sizni kirgizdi. Ananiki kirgizganki uningda ya uftalaysiz, ya uftamaysiz. Lekin shu kirganingizni shu bir hisobda kirdim deb biz shu yozsangiz bo'ldi oliy maktabga iltimos qilgan vaqtingizda. Shu buningga endi cho'qim endi SATga yaxshi imtihon berib, yaxshi tayyorlik qilib buni ola olasiz. Yenidagi AP Scholars degan AP imtihon deb Amerikada masalan, menimcha chet eldan kelgan Angliyada IB'ni ishlatadi. Ya bo'lmasa boshqa davlatlarda IB'ni ishlatadi, chet eldan kelgan ba'zan maktab Amerikaning ba'zan maktablarida IB ishlatadi. International Bachelor Baccalaureate degan ashta bir narsa. Advanced Placement degan AP degani. Bu imtihonlar hisobda darslar, masalan, ximiya deylik. Ximiya darsining odatdagi ximiya darsimi bor, lekin AP Advanced Placement ximiya darsimi bor. Siz AP'ni ilish uchun cho'qim odatdagi boshda olgan bo'lishingiz kerak, undan keyin AP'ni ola olasiz. Shuningga bu AP darslarni hamma maktabda yo'q Amerikaningki, ba'zi maktablarda bor, lekin AP imtihon albatta hammadan bera olasiz. Shuningga masalan mening maktabim o'nchilik yaxshi maktab bo'lmaganligi tufayli jiq AP darslar, hamma AP darslar yo'qdi. Ba'zan AP darslar bordi. Shu AP darslarning hammasini ilib, uni ustiga qo'shib, yana bir AP darsda men bagim kelib, uni o'zim teshida o'zim o'rganib, uni imtihonini berdim. Ash AP darslarni imtihon bergandan keyin masalan 5 deylik. Menimcha AP Scholar mening imtihon bergan vaqtimda 5 to'g'ri, ya 4 ya 5. Ash 5 AP darsdan imtihonsidan agar 5 nomer olsangiz, har birisida 5 nomer, 5 nomerga eng yuqorisi, berishga 3 4 5 deb 5 nomer qo'yadi. 5 nomer olsangiz, mana shu automatically sizga mana shu AP Scholars deb mukofot berdi. Bu endi mukofot endi butun imtihon to'g'riliq mukofotlar, ya bo'lmasa darsniki natija to'g'riliq, endi bu narsalarmi muhim bo'ladi. Endi bu butunlay hisobda yaxshi o'qisangizlar ola oladigan mukofotlar, lekin buning uchun shu butun davlat bilan, davlatga o'quvchilar bilan birga raqobatlashisizda. Shu. Bu endi 3-nuqta. Endi 4-nuqtaga kelsak, maqol. Maqol bek muhim. Bu siz burun riyosat qilgan o'quvchilarmi qachon bu to'g'riliq so'zlagan to'g'risida. Maqol degan bek muhim bo'ladi. Buningda cho'qim o'zidan xos endi boshqalardan xos chiqqan, o'zingiz boshqalardan farqlanadigan taraflaringizni cho'qim yozishingiz kerak. Masalan, men maqol yozgan vaqtimda
o'zimninki Uyg'urligimni va ota-onamninki shunchalik endi o'zim butun hayotini desak bo'ldi, butun hayotini tashlab Amerikaga kelib, biz uchun kelib, shunidan man qanchalik ilhom ilib o'qiganimni shu to'g'riliq yozgan. Shu hayotim, shu hisobda başdaki hisob 4 yillik Amerikaga kelgan 5 yillik hayotimni yozgan. Masalan, jiq vaqtlarda o'zingiz masalan abay dedim, darsdan siz nima narsalarni qilsiz? Nima uchun shu narsalarni qilsiz? Shu to'g'riliq yozsangiz bo'ldi maqolangizni. Nima uchun vaqtingiz masalan vaqtingizni jiq vaqtda skripkaga yo bo'lmasa vaqtingiz jiq vaqtda bir narsa hikoyalarni yozishga ishlatsangiz nima uchun? Nereden keldi u shu sizni urib turadigan ruh? Shu to'g'riliq yozishingiz kerak. Shu ancha maqolga hargizmi sal qarmaslik kerak. Menimcha shunchalik dedimmi? Lekin yana bir nuqtani qo'shib qo'ysam, bu tadqiqot qilishim, buni hozir so'zlasam bo'ladi, lekin demoqchi bo'lganim, endi bu men bilan munosabat nima uchun hammadan buni qilmasam bo'ladi, lekin men bu bahrak tadqiqot shaklidagi maktabga iltimos qilganligim uchun ham o'zim shu shaklda men shu narsada shug'ullanaman deb o'ylaganligim uchun o'zimni shunga boshda izlandim. Men hisobda to'liq o'tirninki 3-yilninki yoz ta'tilidan boshlab hozirgacha har yoz tadqiqot qilyapman. Shu vaqtdan boshlab birinchi qilgan tadqiqotim Georgetown University'da bo'ldi. Andan keyin ash yili hisobda MIT kirganimni bilib bo'lgandan keyin 4-yilni yozdimu, yana tadqiqot qildim University of Marylandda. Buni ishtikam hozir deb o'taymi yo birdamlikin? Bu da hozir deb o'tib ketsak-mi bo'ldi? Bu hozir to'liq o'tirdagi tadqiqotlar. To'liq o'tirdagi tadqiqotlar. Birinchi tadqiqotim, endi buni o'zim tadqiqot qildim desam, u darajaga yetmagan. Bu vaqtda endi boshqalarning qilganini ko'rib, shu qanday narsada bu deb tadqiqot degan zodi qanday qilgan narsa, shuni bir tushunib yetish. 2014-yil yozda Georgetown University'da chashqonlar bilan mala chashqonlar chashqonlar, buni rat deymiz, hamda uyg'urcha mouse'ni chashqon deymiz, lekin ratni chashqon deymiz-ku deyman. Chashqonning yana bir shunday praktik qilish uchun ishlatadigan bir turi deb bilmay xatolashmasam, Odatda chashqondan yuqoriroq bo'ldi bular. Shunga mashta bir asbob bor. Mash asbobga buni kirgizib turib, beshini o'lmagan chashqonchimu. O'lmagan chashqonni ashniki mengisini ichib turib, mandaq bir narsani kirgizamiz. Kirgizgandan keyin buning ichiga keyin nima tokni kirgizib turib, ashadagi nervlarni hisobda hayajonlantiramiz. Hayajonlangandan keyin chashqondagi inkasini ko'ramiz. Men hisobda birinchi bo'lib, shu vaqtdan boshlab hisobda men buni qaraganda men birinchi qilgan ishim nerv ekan, nerv to'g'riliq tadqiqot qilib kelmadim. Lekin u vaqtda men hargizmi nerv tadqiqotga kiraman deb o'ylashmagan vaqtim edi. Lekin men mana shu bugungi so'z degan hikoyamda sizlardan mana bir narsani demoqchi. Boshda shu kirishgan narsa, shu jiq narsalarni sizga hayotingiz so'zlaydigan. Men u vaqtda garchi his qilmagan bo'lganim bilan, men bilmayman mana birinchi bo'lib mana shuni qilgandim. Men yaxshi qiziqirkanman deb bilaman. Lekin hargizmi men buni keyin bu to'g'riliq yo bo'lmasa mana shu to'g'riliq izlayman deb o'ylashman. Andan keyin buni tadqiqot qilish emas, buni bu to'g'riliq so'zlash, qilgan ishingizni so'zlash. Chunki men bu birinchi qitim qilgan tadqiqotim bilan so'zlagan bir konferens dikirasim. Undan keyin dedim, men bu 2015-yilda MIT kirdim deb xatni olgandan keyin, okey, endi men injener bo'ldim ekanman. Lekin men injenerlik to'g'riliq hech nima bilmayman-ku. deb injenerlik bir nimaga laboratoriyaga kiray deb, men bu University of Marylandda yozda mana shu buni 3D printing hamda 3 o'lchamakda bisishtamdiq. Shuningda shu odamlarning badanligimi, badanning ichiga solalaydigan mana kichik narsalarni hisobda besib chiqdim. Buni mana boshqa narsa. Bu odatdagi 3D printerlar emas, hamda rasmiy shu badanga kirib bo'ladigan narsalar, materiallarni print qiladigan Microsoft. Andan keyin uni men besishlam emas, ashni hamda injener bo'lgandan keyin chuqur kompyuter bilan shug'ullanishingiz kerak. Ularni hamda simulate qildim.
bir kompüter modul qildim. Endi bu men uchun endi beham ko'zimni ichayotdi. Vah, bu injener degan mashtaq bo'ldi ekanda. 12 soat o'tirib kompyuterning oldida o'tirdi ekanmiz deb. Shunda endi lekin yaxshi ko'rdim. Shuni yaxshi ko'rdim. Shunga yaxshi tanlabdiman, injenerlikni yaxshi tanlabdiman deb, undan keyin shu MITga o'tdim. Endi dars o'tgan maktablarimni qarasak, mana mana shu maktablarga o'tdim. Mana shu maktablardan keyin MITni berib, MIT o'zi bizni chaqirdi, kelsanglar bo'ldi deb, mening hatto o'zimning pulimni to'lab degandek berib, ko'rib, shunchaki yaxshi ko'rib qoldim. Undan keyin shu yana tanladim hisobda. Rahmat. Ondan keyin ko'rurmanlarga shuni deb qo'yg'im bor. Masalan, bayam deb o'tib ketdi Zulqaydami, men boshida inglizchadan qiynaldim bu yerga chiqib deb. Lekin mana mushundaq ijtihod, mana mushundaq qiziqish bilan tirishishning natijasida mening bilishimcha men ashta deb nima qildim. To'liq o'tir maktabni birinchi bo'lib bitirdi ekansiz, uningga qo'shib, siz bayam degan GPA, ya'ni o'tirchi natijangiz rekordni buzib yetadi ekan burunqi rekordlarni. Haqiqatan Maşallah. Anadaki mening ikkinchi savolim bundoq bo'lmoqchi. Hamda oliy maktabga iltimos qilish jarayoninizni deb berishingizni umid qilyapti. Masalan, oldingi sonlarimizda MITda o'qigan yana bir umid yosh Farruh Barhat bilan o'tkazgan suhbatimizda uning oliy maktabdagi iltimos qilish jarayonini anglagandik. Hamda Uyg'ur bolalarning ichida MITni ko'zlayotgan nurg'un bolalar bor. Shu hamda sizning og'zingizdan 97 Nobel mukofotiga erishib chiqqan bu dunyoqdonlik oliy maktabga iltimos qilish va qabul qilinish bosqichlaringizni anglab baqqım batı, lekin men savolimga azroq javob etib bo'lgandek his qildim. Masalan, 4 muhim narsani dedingiz. Yana bir qaytim eslatib o'tsak, birinchisi shu o'rtalama natijasi, o'ttirchi natija bek muhimga. Yana birisi ishdan sirtqa, ya'ni darsdan sirt qilayotgan ishlar. Qandaq klublar qatnashdi, qandaq pidoi bo'lib ishildi deganga o'xshash. Unki uchinchisi darsdan olgan natijalar, darsdan olgan mukofotlar dedi. To'rtinchisi maqola. Endi buningdan sizning yana qo'shib qo'yadigan esingizga kelgan bir narsalar bormi shu qabul qilinish jarayoningizda? Shu abayim biza deb o'tdim. Mana shu darsni sirt darslarni qilishlam emas, qatnashishlam emas, shuning cho'qim liderlik rol elish kerak. Nima uchun deganda, hammadan uningga masalan maktabda bor bo'lsam qila oladi, qatnasha oladi, vaqtini chiqarsam kira oladi. Lekin uningga rasmiy o'zingizni berib, shu musobaqalarga qatnashib, shundan tayyorlik qilib, maktabningki imtihon darslarningki imtihonsi bor. Uning qo'shib yana o'zingiz vaqtingizni chiqarib, masalan men esimda bor shu klublar, matematika, shu nimalar qatnashish uchun, shu musobaqalar qatnashish uchun maktabda qolib qoldim. Men esa darsdan tushgandan keyin men uyga shu hali kashda ananikin hatto ikkinchi bas tugab bizniki birinchi boshda Amerikada baslar bizni apirdi-chi, uyga apirib kelib turdi. Shunga baslar ikkinchi bas birinchi bas ketib, ikkinchi basmi ketib, unga oxiri bazoqlarda uyga menib ketib, bazoqda ota-onam kelib ketib degandek ashtaq darajada ashtaq tayyorlab qolgan. Ananiki yana bir degan narsa shu men abay degandek o'zingizniki shu vaqtingiz mesela qolingiz nega ketadi, bir dars kirmagan vaqtingizda-chi, darsdan sirt vaqtlarda nima narsani yaxshi ko'rsiz, vaqtingizni nimaga chiqaryapsiz, shu narsaga diqqat qilib, shu narsani bakrak izlanish kerak. Masalan, Pika-pikadan o'tiriblar, nimalarni yozg'ingiz kelsa, hikoyalarni yozg'ingiz kelsa, u degan gap siz hikoyani yaxshi yozadiganingiz bo'lish, yo bo'lmasa ashuni qiziqishingiz bo'lish. Shuni hamma ishda qildim. Men mana bir hobi deymiz, hamda qiziqishim deb uni qiziqishdan ham to'xtatib qo'ymay, uni hamda biza yetildirish uchun taraqqiy qilish, biza o'zingiz taraqqiy qildirib, masalan, agar biza narsani yaxshi ko'rsangiz yozishni, okey, men yozgan narsamni musobaqaga bir qatnashtirib boqay. Ya bo'lmasa, ma'lumotni ko'rsatib boqay. Men ashta qilgandim masalan, bir she'rlarni u vaqtdagi she'rlarimni hozir o'qisam kirimga ketadi. Lekin she'rlarimni yozgan she'rimni masalan meniki ingliz tilida ma'lumot ko'rsatgandim, ammo bularni degan mashta yozib baxtim. Hattak maz yozdim-ku deb qo'yib dahi. Ashta deb ko'rsatsam, voy bak yaxshi yozibsa deb uni ananiki maktabninki shu journalsiga kirgizgandik. Shunga ashta degandek kichik ishlarga diqqat qilish kerak, o'zini vaqtini nimaga chiqarish. Masalan, men dedim, skripkani yaxshi ko'rganligim, muzikani yaxshi ko'rgan, rasm chizishni yaxshi ko'rgan. Shuni biz bir qanchalik narsani yaxshi ko'rsangiz,
bizə vaxtınızı cıxraq çıxırıb onu yaxşıraq bir yuqarı dərəcəyə apırış şu bək mühim. Nima üçün degəndə aşnından shu oliy maktabli maqolalarınızı yazgan vaqtda boshqalar ko'ralaydi. Ha bu qiziqishlar emaskan, bu yana jiq narsaga odamlar qiziqishmaydi. Odamlar degan curious deymizku, curiousni bizni bir narsadagi izlanadigan ashta hamma odamda bor u. Hamma odamda bor, lekin hamma odam u izlangan narsani bir yerga opiramaydi. Shu opirish eng muhim deb o'ylayman. Ana lekin men degandek agar bir narsa yo'q bo'lsa, mesela ben dedim, mening maktabimda hamma narsa bor emasdi. SAT subject testning hammasi yo'qdi, AP darslarining hammasi yo'qdi. Shunga yo'q bo'lsa, uni yo'qdi deb maqolangizni mening maktabim yaxshi maktab emasdi, shunga men yaxshi qilolmadim deb desangiz, okey. Lekin shu deydi. Shunga cho'qim yo'q bo'lsa, ashuni qanday qilsam men yo'q narsani bor qila olaman deb mesela men abay dedim English Honor Society bizning maktabda yo'q dedi. Lekin mening do'stlarim bilan men hammamiz bir bilan yozishni yaxshi ko'rdik. Shunga nimda biz boshqa maktabdagilar bor kelgani uchun biz qila olmaymiz deb biz birini qurib chiqardik degandek. Shunday narsani ekstra deymiz, ashaq bir narsaga qiziqsang shuni qilish kerak. Tushundim. Haqiqatan bək to'g'ri, sharoitning cheklimasiga uchrab qolmay, aksicha sharoitni o'zimiz yaratib beqishga tirishsak, bu bək to'g'ri bo'lib, o'rganish yo'lida hech qanday bir bahona oqmaydi asli. Amaliyotda o'zimizning ba'zi bir o'rinliqini yoki ba'zi bir narsani faqat ustini yetib qo'ydigan shaklda mushtaq qilib olganmiz, bək to'g'ri deydingiz haqiqatan. Endi shu oliy maktabdagi hayotingiz, oliy maktabdagi kasbingiz haqida so'zlab bergan bo'lsangiz, ham siz bilan paranglish jarayonida mening hech ta'tilim bo'lib boqmadi deganingiz bu gap menga bək ta'sir qildi, haqiqatan ta'sir qildi. Undan bo'lsa, siz bu oliy maktabda o'qish jarayoningizda ta'tillarda nima ishlar bilan shug'ullandingiz? Bu o'qishdan boshqa yana qaysi ishlarni qildingiz ta'tillarda? Men ta'tilim yo'q deganim demoqchi bo'lganim, men shuni asla ta'til. Demoqchiga men yaxshi ko'raman shu ishlarni. Deb degan ta'til odam o'zi yaxshi ko'radigan, o'zi xush qiladigan narsalarni qilishni yaxshi ko'radi. Shundaqku, menmo shu vaqtda hisobda men dedim, tadqiqot qilishni bek yaxshi ko'rganligim, shuni izlaganim uchun mani qilib baqachi, animdim, uni qilmagicha, ko'migicha adam bilmaydi-chu. Shuniki his qilsiz, men jiq o'xshamaydigan narsalarni qilib baqdim. Endi ashuni deb o'tib baqay. Rasma MIT'ni oldingi yil hisobda 2019-yili. Bunida ben degandek biologiya, injenerlikdan shug'ullandim. Lekin uni ustiga qo'shib, endi biz major, minor, concentration deb ayiramiz. Majorim birinchi hisobda mening diplomimniki ustidagi narsa biologiyalik injenerlik. Lekin men uni ustiga qo'shib o'zimni minorlik qilgan narsam mana shu meningki ilmisi. Lekin uni ustiga qo'shib yana u minordan azar darslarni ilib concentration deb bir narsa bor. Lekin concentrationda yana har bir mansunda cho'qim bir dars ishimiz u fransuz til. Uni andaniki men ta'tilga tushsak, ta'tilda men degandek men o'xshamaydigan shakldagi tadqiqotlarni qildim. Endi mana qilgan o'xshamaydigan shakldagi tadqiqotlar nima uchun men dedim, aqalli demagan bo'lishim mumkin. Men mash ilmninki scienceniki hamma narsa bek qiziqmanchu. Shuning bu zoda qaysini qilsam bo'ladi deb, shuni deb tepib bulamay hisobda har bir ta'tilimni shu o'xshamaydigan narsani qilish uchun oxiri hozirgi mana shu shunchalik yaxshi ko'radigan mash kasbimga kelish uchun o'xshamaydigan narsalarni, lekin men abay deb o'tgandek birinchi qilgan narsam yana menga nerv ekan. Lekin uni bilmabdi ekanman u vaqtda ashuni eng yaxshi ko'rganimni. Shunga mash hikoyamdan ko'rib o'tsizlar, o'xshamaydigan narsani qilib baqdim. Men u sol tarafdagi mash o'xshamaydigan maktablar qilgan. Indab degan hamma narsani MIT'da ham qilmadim, o'xshamaydigan maktab ta'tillarda, o'xshamaydigan yerlarga bordim degan. Harvardmi yoki? Harvardda eng oxirgi yili Harvardda men shu yerda tadqiqot qildim. Shuni deb aytaman. Ishtiqam deb aytay. Birinchisi ma kanser biologiya. Buni MIT hisobda men bek qiziq. Men dedim-ku tadqiqot bek amroq bo'lganligim uchun men hatto MIT kirishni oldida ta'til University Maryland ishlayotgandim dedim. Shu vaqtlar men MITdagi professorlarga xat yozib sizniki mana shu laboratoriyada ishlasam bo'lamdi deb xat yozgandim. Ular kelib, "Sen boshda
Amerika ama bizning MIT'dagi kampusni Uyg'urcha kampus demdik. Kampus demdik. Kampus. Ha, kampus. Uyg'urcha topamayman. Kampusga kel boshda deb to'xtatib qo'ydi-da meni. Ha, bo'pti dedim. Undan keyin maktabga kelib, ikkinchi haftasidan boshlab birinchi haftalarda darslar qatnashib qildik. Ikkinchi haftasidan boshlab men u ma'lumlarningki, professorlarningki ishxonasiga kirib, sizningki labirangda ishlasam bo'lamdi. Men mana shularni qilib boqqan, lekin men sizningki labirangni bak yaxshi ko'rdim deb, o'sha emaillarni yozib qilishni boshladim. Shunga men 2015 degani mana shu birinchi yil. Odatda MIT'da birinchi yildan boshlab ikkinchi haftasidan boshlab bir nima qilmaydi, lekin men dedim-ku, bak yaxshi ko'rganligim uchun shu bak izlandim. Shunga birinchi qilgan narsa meningki endi poh kallamda bu kanser degan narsani hech kim ajab qilib bo'lmabdi. Bu nimchilikda shunchalik tasnasima bu men birinchi yildan kanserni bitirmanda shunchalik darajada o'ylab men birinchi yil kanserni qilay deb shuncha kanser eng tasnasima ekan shuni qilay deb shu laboratoriyaga qatnashgan. Lekin mana sizlar energiya bu maktab başlamaylam o'qituvchilar bilan undaq aloqa qilishib buni qatnashman degani haqiqatan mashalloh. Lekin nurg'unlarimiz masalan jur'at qilamiz. Men deb ko'rib baxmagan narsa tursa qandaq ular bilan aloqa qilishman deb bu ro'yingiz haqiqatan o'rganishga arziydi ekan. Estağfurullah. Bunu menimcha men dadam opam skillsbek ashtaq bir narsalar izladi. Bo'libmi dadam masalan Amerikaga kelgan vaqtda ingliz tili burun o'rgangan, burun o'zi yosh vaqtda o'rganib ekan, lekin unchalik yaxshi emas-da. Lekin dadillik bilan endi buzib bo'lsin so'zlayverdi-da. Shunga shuni ko'rib yishdim, ajab men bunda deb qoldim, ajab unda qilib qoldim deb hargiz qolib xiyoli kirib chiqmaydi. Şu aksent shunchalik kuchli bo'lsa-mu, boshda o'rgangan boshda so'zlagan vaqtlarda, hatto Amerika tilida dars olib boqmadi dedim. Ashta so'zlab yurib ham shu bu xalqning tili tursa, meni xalqning tilini o'rganganim xo'sh bo'lsa bo'ldi degandek ashta shaklda-chu, dadillik bilan ashta menimcha ash shaklni ko'rib, men biza o'shani ruhlantirib, menmi o'zim bular men shunchalik yaxshi ko'rganligim endi men izlaganligim uchun bu o'zini mening qilgan ishim bunday yosh bolalarni ilhomlantirib deb ashta shaklda o'ylasin deb shunday shaklda endi endi yuz qilliq demdik uni ya dadillik demdik endi o'rganishda yuz qilliq bo'lmaydi, biroz ashta bo'lish kerak ya'ni. To'g'risimi? Bo'lmasa tortinchoqlik bilan o'rganishni boshqa achiq bo'g'il bo'lmaydi. Tortinchoqlik bo'lmaslik kerak. Shu birinchi qilgan ishim mash bo'ldi. Endi mana shu o'pkiningki konsersining mana shu sal birinchi qitim azalda bundoq sallarni buni işte mujurlarni ko'rib, ularni mana shunaqa narsalarni shug'ullanib qilib boqmagandim. Shu u bek yaxshi bo'ldi, lekin bir yil qilgandan keyin bu yaxshi narsa, lekin buni bekmi yaxshi ko'rmadim deb buni kun yili ta'til yana qarsanglar mana yana Nervga berib qaytib keldim. Shunga bu ta'til Johns Hopkins birinchi yil ta'tili Johns Hopkinsda men mash meni chashqanlarningki endi mashina deb ishtiqan deb o'tkazsa bo'lib chashqanlarningki menisi ma bu burti bor-ku, burtiningki chashqanlarning menisi qarsanglar shu buni cortex deymiz, ustidagi cortexningki mana shu burti bor layersini mana shu shakldagi shaklni ko'ra olasizlar. Odamlarning mengisida yo'q bu narsa. Barrel layer deymiz. Shu mana shu layerdagi shu nimalarni, sellarni nima dedingiz? Hujayra. Hujayralarni, mana shu neyronlarni, nervlarni birdan ko'ra olasiz qarang. Ashni ko'rib, madam mashlar hozir mashu live o'lmagan sal, endi chashqan o'lgan, lekin mengisini hujayrasini shunga mashlar hisobda bularni masalan bir glass aynak shaklida kelgan inchika bir shu jingladek narsa. Shuning bilan mana shu nervisni kirgizib, uni puylaysiz. Puylab turib, u nervini ochsiz. Mana shu nimaning ichida aynakning ichida bir nima bor, electrode deymiz, endi shu nervlarningki electricity'sini
Tapmadı. Mecbur. Tapamadım. Bunun bizmi İşte bo'lmaydi. Eslatdi, ashni zada bu nervlar qandaq shaklda mingyotidi, qandaq shaklda hayajonlantiryotidi degan shuni ashni kompyuterda ko'ra olasiz, numur bilan. Shu mana ko'rsangiz bo'ladi. Shuni birdan ananiki ashni bo'yaysiz. Shu eslatib buni puyulasangiz bu yoq kiradi. Shunga anki buni image mikroskoplar bilan ko'rsangiz anki mashta chiroyli endi bir tal bo'ygandiringiz chiqib turdi mashta. burti Bubog'ingizda ham bu baxt desak bo'lmaydi, lekin meniki ash vaqtimdagi bubog'imda yuz qilib ketdim. Shunchalik ko'rib hayajonlanib ketdimda. Bu men puydigan, men ko'rgan, men qilgan narsa deb shunchalik hayajonlandim. Mana shu narsa shu buni electrophysiology deydi buni. Başta bir asbab. Ananiki buni men abay degandek deb o'tgandek buni qilishlam emas. Shuni boshqalarga men mundaq narsalarni o'rgandimda mana MITda birinchi ikkinchi bu birinchi yil ta'til qilish bo'lgan. Ikkinchi yili buni ananikin MITda bir boshqalarga bir poster session deymiz. Ashundan o'zimninki mana shu kasbim biologiya, injenerlikda ashuni so'z. Garchi bu biologiya, injenerlik bo'lmasa-mu, injenerlikga kirgan shaklda bo'lganligi uchun shu to'g'riliq so'zladi. Ondan keyin ikkinchi yil qaytib keldim dedim-ku, u kanserni qilgandan keyin bakmi uncha qiziqmagandan keyin, lekin bularni ko'rib, bu bak payzga deb. Ondan keyin ikkinchi yili yana qaytadan nervlar narsalarga qiziqib, MITda MITda ikkinchi yil dars bo'lgandan keyin cho'qim MITda qilishim kerakda. Endi o'xshamaydi yana bir nervininki shu mana chashqanlarninki nervisi bumi. Buni endi men abayga boshda o'tgan dedim-ku, menda bir operatsiya qilgan, chashqan operatsiya qilgan narsa. Mashina o'xshash operatsiya qilib, bu chashqanlarning mingisini kesib, o'xshamaydigan shaklda bo'yab, mundaq mikroskopda ishlatib, mundaq chiroyli shaklda buni ko'ra olasiz. Anki 4 datalik, 2,5 datalik mash ko'rsangiz bo'ladi. Bu endi har bir neuronlar, nervlar ashlarninki qandaqsiga yo'tkalganini, harakat qilgan. Shuni ko'rib manga olasiz. Bu men uchun endi butunlay mana shu mikroskopni qanday ishlatadigan, uning uchun qanday narsalarni shug'ullanadigan shu shakldagi texnikalarni o'rganib keldim. Ondan keyin bo'pti bu chashqanni bek zerikdim deb. Chashqan universitetiga men qanday deymiz, chashqanlarni o'ltirishni birinchi bo'lib chashqanni o'ltirishni yaxshi ko'rmadim, birmalarni o'ltirishni yaxshi ko'rmadim. Ondan keyin chashqanni mijib tutib birmalarni qilishni ham yaxshi ko'rmadim-da. Shunga bek jiddiylashib ketdim bu yil, bir yil ashuni qilib. Men mikroskopda o'tirib rasmlarni chiqarishim bek yaxshi bo'ldi. Lekin chashqanlar bilan shug'ullangan vaqtda u bekmi unchalik jiddiylashib ketgandan keyin yaxshi-ku, lekin bu men bir umr buni qilolmadim, bu chashqanlar bilan yurib qilolmadim deb. Shu yili ta'til lekin men maymunga o'zgartay. Bir maymun bilan ishlab boqayda. Natiga maymunlarni odatda ishtiklab o'ldirmaysiz-ku, ishtagan vaqtda. Shu necha yil ishlab ishlaysiz. Shunga Shvetsariyaga berib Shvetsariya ta'til ham dedim-ku men uchun bu ta'til bo'ldi. Nima uchun deganda boshqa bir davlatga berib, davlatni ko'rib, shu yerdagi madaniyatni ko'rib, shunchalik endi suyundim. Birinchi qitim endi buni oldida Yevropa berib boqqan, lekin bundaq tajriba bilan berib boqmagandim-da, tajriba qilish uchun berib boqmagan. Shunga buni bek yaxshi ko'rdim. Odamlar bilan ishlab, o'xshamaydigan shakldagi odamlar bilan, o'xshamaydigan davlatlarga kelgan odamlar bilan ishladim. Buni endi bu programni men MITdagi bir yoshda yozliq ta'til qilgan program bor. Shundan iltimos qilib, uning sirtida ham bir programni, mana shu maktabning o'zining programmasiga iltimos qilib, mana shu o'zining programmasidan o'tib keldim. Butunlay hamma narsani mana shu program to'lab berdi. Bu bir Shvetsariyaninki EPFL deb bekdag'liq maktabi, shu MITdek texnika shakldagi kelgan maktab. Shu maktabda ishladim. Mana buningda endi bu injenerlik bo'lganligi men endi bo'ldi, bu chashqanlar bilan qilib men nervi qilavermay, garchi nervi qilsam-mu, deb injenerlik shakldagi men qilay deb. Natiga oldingi yilgi narsam injenerlik emasmi? Shunday bo'lgandan keyin buni endi ma'nosi endi ma'maydigan odamlarni mang'uzush. Buni qanday qilamiz? Spinal cord deymiz. Spinal cordni orqadagi uzun ustxonga mana bir tal kompyuterdan bir narsani kirgizdi, implant qildi.
u sizningki miyangizga connect qilgan narsa. Shu ikkisi bir-birisi bilan gap qilishib turib, mayadagi mas'ullaringizni, hujayingizni qilib, activate qilib, jonlantirib, siz mangamagan hayvonni, odamni ham buni hozir men ketish shu yili ta'til tugagan vaqtda birinchi bo'lib, birinchi Shveysariyadagi burunki tug'ilgan vaqtda mangalaydigan, lekin mangamaydigan bu qilib, undan keyin qaytadan mash texnologiyani ishlatib turib, yana qaytadan mangalaydigan bo'lib, clinical trial birinchi adam ashtaq men qilgan narsa emas, men shug'ullangan narsalarni ishlatib turib, ashtaq mangalaydigan bo'ldi. Shu labda ishlagan, shu laboratoriyada. Qolgan insonlarni mush şekilde davolash ilib bog'li bo'lganda. Başta maymunlar qilsiz, undan keyin odamlar. Tajriba o'ngishli bo'lgankin. Bu undaq bo'lsa bevosita mushu markaziy nerv sistemaga bordikanda, central nerve system. Bu bo'lib muscle motor neuronslar butunlay uduliligi, spinal cord bilan spinal cord injury deymiz, spinal shu shakldagi ma'mas palash bo'lganlarni yordam qilgan. Shu ashka hisobda bir ta'til hem fransuzcamni biza yaxshilantirib, hem maymunlar bilan birga shug'ullanib, mana mening maymunim shu. Biz 5 maymunni ashtaq train qildik. Tajriba qildik. Ana mana mening maymunim. Bu bek eng yamansi. Shash tamoq yeyapti. Bular bizdan yaxshi narsalarni yeydi, olmalarni, anjurlarni. Men Shveysariyada narsa qimmat bo'lganki, anjur narsalarni yemasammi, mening maymunimga bergandim. Ashtaq bu endi ta'til buni qilib, buni endi butunlay kompyuterda signalsini qilib, detect qilib, uni decode qilish kerak. Okay, buni qilib aloqalashish qanaqki osonroqmi? Yamalar qo'lga ko'ngan bo'lg'ashqa bak kuchli tepki bermamdiki. Bu maymunlar endi tug'ilgandan boshlab lablarda tug'ilgan maymunlar. Undaq maymunlarni ishlatmaydi. Ham Shveysariyada maymunni ham masalan Amerikada Research Institute, tadqiqot qilgan institut puli bor hisobda maktablarning hammasida, oliy maktablarning hammasida odatda maymunlar bilan research tadqiqot qila olasiz. Lekin Shveysariyada davlat tuzumi uchun bir talam public universityda maymun bilan qila olasiz. Fribourg degan shaharda. Shunga garchi mening maktabim EPFL Lausanne degan bir city shahar bor. Lausanne bo'lgani bilan men Fribourg degan shaharsida shu maymunlar bilan ishladim. Shunga masalan Shveysariya kichik davlat bo'lganki, shanba kunlari, juma kunlari Lausanne'ga berib yig'inachimiz, undan keyin dushanbadan jumaga yana dushanbadan haftaning to'rtigacha yana Lausanne'ga qaytib kelib Lausanne ishlaymiz degandek ashtaq qildik. Shveysariyada tuzum bo'lib Yevropada maymunlar bilan ishlash tuzumi bek yuqorchi. Shunga butun davlat bir maktab bilan ashtaq qilib qo'ydi, maymunlar bilan ishlashga qo'ydi. Andan keyin, okay, maymunlar bilan ishlab yiqibdimi, chashqanlar bilan ishlab yiqibdimi? Bu injenerlik biologiyalik injenerlik qilib baxmabdiman debchi. Shunga 3-yili men esa 2 ta'tilga qaytib kelganki, men o'zimniki kasbiy biologiyalik injenerlikni qilib baqay deb, endi mandaq swarm robot deymiz, buni robotik mashinadan demdik endi. Lekin emas. Mashinadan emas, lekin mashtaq deydiganmiz endi Uyg'urcha. Swarm robot kichik endi qarasangiz mana odatdagi plastik narsalar bilan yasab turib, kichik motorlar bilan yasab turib, kichik narsa. Ashta narsalarni yasab turib hisobda shu puli yo'q, ya bo'lmasa bekmi yaxshi emas, iqtisodi bekmi yaxshi emas, ashtaq maktablarga ya bo'lmasa ashtaq tajribaxonalarga odatdagi har vaqt qiladigan, masalan, mandaq dishes, petri dish, yeast nani qiladigan bu odatdagi narsalar buni jiq qiladi. Odamlar mashinadan jiq shug'ullanadi tadqiqot biologiyada. Shundaq narsalarni robotlar ham qilsin. Chunki odamlar o'zi bakrak jiqroq, qolib ketadigan narsalarni vaqtini ashunga chiqarib, mandaq ishlarni odatda o'quvchilar qildi-chu. Bundaq ishlarni bermay, o'quvchilarmi yaxshiroq, muhimroq narsalarni qilib, bundaq ishlarni mana robotlar az pul bilan ham qilsin-da, shu narsalarni yasab hisobda 1 yil ashdan bilan va ta'tilmi MITda qabul qilib, bu bir cho'ng bir projekt bo'lganligi uchun shu ta'tilni MITda qabul qilib hisobda 1 yil bir ta'tilni MITda Bostonda o'tkazdim. Buni qilib bo'lgandan keyin
men zada meni yaxshi ko'rganman. Ondan keyin uning ustiga maymun bilanmi qilib beqibdiman, chashqanimi qilib beqibdiman, zada odamlarni yaxshi ko'rgudekmanjimu deb, ondan keyin 4-chi yili hisobda eng oxirgi yili bu vaqtimda PhD'liqmi iltimos qilishni o'ylashgan, nanalar nima qandaq zada meni kasbimni nima qilmoqchi, shu vaqtda jiq o'ylashdimda. Shu vaqtda keyin 4-chi yili 1 yil dars boshlagandan boshlab shu Harvardda shu nima memory Ders tutuş iqtidori, xotira. xotira shaklidagi laboratoriyada ishladim. Buningda bu rasmlar yo'q. Nima uchun deganda, uningda odamlar bilan so'zlashasiz. Shu mundaq chiqirgan rasmlarim yo'q, lekin men Harvarddagi men ishlagan binoni chiqarib qo'ydim. Bunda hisobda xalqlarningki, odamlarningki qandaqsa undaq future'ga bo'lgan, keyingi vaqtga bo'lgan ashningdagi qandaq narsalarni biz qandaqsa o'ylab chiqaramiz. Lekin men tutish qobiliyati shuning bilan qandaq munosabati bor. Uni ustiga qo'shib creativity degan hamda bir narsaga izlanish bilamda. Creative izlanish shakldagi xos nerdan keladi? Narsalarniki mexanizmlari qandaqsa bir-birisi bilan qandaqsa munosabatlik. Shu to'g'riliq hisobda odamlarni har kuni intervyu qilib degandek shunaqsa o'tkazdim bir yil. Hisobda darsim bor. Shunaqa MIT dars olaman. Lekin dars olgandan keyin ham Harvard bilan MIT avtobus chiqsangiz bir 10 minutda borasiz. Yugursangiz 20 minutda yugurib bora olasiz. Men yugurgan vaqtlarim bor degandek. Ishtik bo'lsangiz 25 minutda boradigan bo'lgandan keyin shunday qilib dars tushgandan keyin ham shu nima Harvardga berib Harvardda shu mashpandan shug'ullandim. Buni qilgandan keyin vah bo'ldi. Men bek qiziqdim. Tutish qobiliyatini bek yaxshi ko'rdim. Odamlar bilan ishlashni bek yaxshi ko'rdim. Menga to'g'riliq. Lekin men psixologiya emas, lekin neuroscience, psychology nervi shaklidagi rasmlarni tortibchi, mening rasm tortib, gap qilish ham emas, lekin narsalarga bakrak qiziqqandan keyin ashni ilmiy maqolam qilib shaklda chiqarib, andan keyin shu hozirgi Cambridge degandek o'xshamaydigan maktablarga iltimos qildim PhD doktorlik o'qish uchun. Shu, endi uni qo'shdim. Oliy maktabda qilgan ba'zan ishlarimni hisoblasak, bu qarasanglar, masalan, oliy maktabdami darsdan sirt ishlar bor. Har vaqtda darsdan sirt faoliyatlar bo'ladi. Masalan, men o'zimni shu entrepreneurship ilgi tiklashdimdoq. Illik tiklash shunga bak qiziqdimda. Bu MITdek, Bostondek bir yer bo'lgandan keyin u bak hamma odamning qo'lida bor narsa, u illik tiklash degan. Shundan lekin illik tiklashni ashninki theory'ni nima deymiz hamdi. Hisobda uniki praktik qilishlar emas, ashninki qandaqsa ashni o'ylab chiqarishni, shuni men shuning bakrak qiziqqandan keyin men bu South Africaga berib va Jerusalemga berib, ikki yerga hisobda MITda men birinchi oyda bir oy sizni qo'yib o'tadi qishlik ta'tilda. Ta'tillaydi, lekin hech kim ba'zi odamlar ta'til o'tkazdi, ba'zi odamlar dars oldi, ba'zi odamlar men qilgandek o'xshamaydigan yerlarga berib, o'xshamaydigan narsalarni qildi. Masalan, men shu ikki qitim birinchi oyda nimaga bordim? South Africaga bordim. Undan keyin yana birinchi oyda Bostondagi bir shu kompaniyada ishlab baxtim. Undan keyin shu 4-yili ta'tilda Jerusalemga bordim. Bu yerda shu illik tiklashni dars qilib o'tdim. Shu high school o'quvchilarga, shu o'tliq darsidagi o'quvchilarga, yerdagi yerlik o'quvchilarga dars qilib, ingliz tili dars qilib o'tdim. Undan keyin 4-yili MITning eng oxirgi yili men shu suhbat qilishga, suhbat qilish ma'rifiy, demdiq, maharatiga bek qiziqdim. Bir dars olgandim, shunchalik yaxshi ko'rib qoldimki, shunga okey deb buni shu garchi darsni qilgan ishimni qo'shib turib yana dars ilib bek yaxshi ko'rganligim uchun dars uni bir yerga olib hatto darsni MITdami dars qilib birinchi olgan dars bek yaxshi ko'rgan darsimni shunga
o'quvchininki yordamchisi bo'lib o'tdim. Onun üstüne qo'shib ikkinchi mavsum, bu eng oxirgi yil bo'lgan ishlar. Ikkinchi mavsum 12 yuqori darajasini ilib, mash oldingi yili 2019-yili Malayziyada meniki o'xshash professorim Malayziyada bir haftalik yerdagi MBA program, MBA Masters of Business Administration deymiz. Onu Uyg'urcha MBA desak tushunasizlar. MBA'ni MBA o'quvchilarga men yerda hisobda mening o'zimning professorim bilan bir haftalik Malayziyada dars o'tdim. Undan keyin uni ustiga qo'shib yana boshqa vaqtlarimni diniy shakldagi narsalarni o'rganishga, o'zim izlanishga, undab degan bilim fan shaklida bilim bo'lishi kerak, lekin o'zni bilishmi bilim, umi bak muhim. Shuning u shaklda men o'zimni Bostondagi odamlar bilan, yerdagi professorlar bilan gaplashib, Iqro Fellowship deb bir yangi bir programni do'stlarim bilan qurib chiqdim. Shunchalik endi Olduk nihoyatda mo'l o'tgan, ajoyib go'zal o'tgan bir o'qish hayoti ekan bu 4 yillik oliy maktab. Hamda shunimi cho'qim eslatib o'tishim kerak, ham bayonmi siz deb o'tib ketdingiz. Hamda MIT biologiya to'liq siz Zulqayda, ya'ni bu MIT biologiya to'liq o'quvchilar birlashmasining ijroiya hay'at a'zosi ekansiz. Shu vaqtlarda undan keyin ixlosmand musulmonlar to'liq kurs o'quvchilari, aspirantlar va yosh kasb-sotlar uchun zamonaviy dunyo bilan shug'ullanish va o'z kasbidagi zamonaviy masalalar bilan shug'ullanish uchun zarur islom asosini barpo qilish uchun loyihalangan, siz bayon deb o'tgan Iqro o'qish mukofotining birlashma qurg'uvchisi deb boshladi. Andan keyin Uyg'ur yoshlariga akademik yetakchilik qilishni maqsad qilgan Uyg'ur yoshlar organining birlashma qurg'uvchisi, MIT to'liq kurs tadqiqot jurnalida tadqiqotchilar bilan ularning muvaffaqiyat hikoyalari bilan tanishtiradigan xabar xodimi qatorliq vazifa bilan o'tabsiz. Menimcha bu suhbatni anglamagan har bir yosh bularni anglagandan keyin menimcha o'ziga savol qo'yib beqish kerak. Unda xos men o'qishimdan sirt yana nima ishlarni qilyapman yoki o'qishim qilayotgan bo'lsam buni voyaga yetkazalayotamdim degandek savollarni menimcha qo'yib hammamiz o'zimiz qo'yib boqaylik deb o'ylashdim. Haqiqatan ajoyib mo'l rangdor men deb bergusiz darajada ashta go'zal o'tgan bir nima ekan oliy maktab hayotga. Undan boshqa hamda doktor Mamtimin Abbas Ko'ktarim akamiz bilimiz hatto o'tgan sonlarda ziyorat qilgandik. Mushu vaqtgacha Uyg'urlarning ichida eng kichik yoshda, ya'ni 26 yoshida doktorlikni putaganlik uchun rekordni saqlab qolgan. Eng kichik yoshda Uyg'urlarning ichida doktor bo'lgan. Endi agar inshaalloh 2019da kirdingiz, 2021da putudi deb bilmayman, men 1 yil o'tib bo'ldi doktorlik. Shunaqmi? Meningki hozirgi doktorlik programida 3 yillik doktorlik program. Agar 4-yilni qo'shmasam. 2021 putudi deb men ashta deb nima qildim. Agar inshaalloh sizning doktorlik programingiz yilg'u. Yo'q, 2021 tutmaydi. Men endi 2-yilim chiqdim. An oldingi yil 1-yilim ekanda-misa? 2022 ya 2023. Qandaqlam qilsam agar 2023 putdimi, mushu rekordni inshaalloh mushtalam putsa, bu rekordni siz qirgan bo'ldi ekansiz. Hozirdan boshlab nihoyat hayajonlanma. 2023da inshaalloh. Endi hozirgi doktorlikni o'qish jarayoningizga tadqiqotlaringiz haqida ko'rurmanlarimizga tushuncha bergan bo'lsangiz. Ma'qul bo'ladi. Men yana mana shu slaydlarimga qaytib qo'ray. Mana hozir men 2000 hozirgacha hisobda 2 yil bir yarim yil bo'ldi. Bu yerga kelgili, Cambridge kelgili. Buningda meniki men deb o'tgandek, meniki shug'ullangan kasbim bilish nervi ilm tadqiqoti. Buningda biz endi field deymiz, fieldning ichida discipline deymiz. Disciplineda endi men memory research shu tutish qobiliyati to'g'riliq o'rganman, lekin men tutish qobiliyati bo'lgani bilan men odamlarniki nima narsalarni qanday unutish qobiliyati to'g'riliq shuningda shug'ullanaman. Shunga mana unutish mexanizmlarini to'g'riliq shu narsalarni to'g'riliq narsalar uchun qarayman. Andan keyin hozir qilayotgan endi COVID-19 mana shu
vaqa yuz bergandan keyin hozirga qadar meningki burunqi qilmoqchi bo'lgan ishim asli odamlarningki mengisini nima qilib shu eng ishtiklab bir narsalarni ishtiklab unutib qoladigan odamlarningki mengisini tekshirishdi. Rasm tortib turib shu narsalar qarash, endi uning ichida jiq-jiq narsalar bor, endi uni birdan-birini deb o'tmasam bo'ldi. Lekin u endi hozirgi hayotimizda bu yil oldingi uni qilish mumkinchiligi bo'lmadi-da. Nima uchun ularni kirgizib, undaqlar bilan kirgizib, undaq tepish mumkinchilik bo'lmadi. Shuning uchun men ash vaqt bo'lgan vaqtda esa 3-oydan boshlab, 2-oydan boshlab yangidan bir proyektni tepib chiqdim. Bu proyektda odamlarningki mana shu psixik shakldagi ruhiy sog'lomliklarni qandaqsiga o'zini train qilsa, o'zini bir narsani unutishga ashunga qaydandan Bir narsa unutishga ta'sir qildi debmi? Hisobda demoqchi bo'lganim, qandaq qilsa bir narsalarni ishtik unutadigan bo'ladi va ashtaq bir narsani o'zini masalan, ba'zan narsalar bor, keyingi ba'zan ishlarda biz to'xtamay shuni worry nima deymiz? Ansirash. Odatdagi so'zda tilimni puchiladi. Ansirash. Keyin bo'lgan ishlardan biz garchi o'zimiz hozir bir ish qilolmasakmi, shu narsalardan o'ylab verib undan ansiraymiz. Undan keyin burun bo'lgan ishlardanmi, garchi uni o'zgartirmasakmi, shuni o'ylab verib uni yana o'zimizni ro'yimizni tushiramiz. Shunashqa narsalarga duch kelgan vaqtda qandaqsiga biz u bir ish qila oladigan ishingiz emas, o'zgartira oladigan ish emasda. Shuning uchun shuni block qila olish kerak, suppress qila olish kerak odamlar. Qo'lisidan chiqarib yetish kerak, chiqarishni o'rganish kerak. Degan ba'zi odamlar ishtikam chiqarib yetadi, ba'zi odamlar chiqara olmaydi. Lekin u chiqara olmaydi degan gap, men chiqara olmaydi ekanman deb o'tasa, u uni o'rganib bo'lmaydi. Shuning uchun mening qilganim hisobda mana shu netjoydan yoqi 200 dak odamlarni mana shu Zoomda shu intervyu qilib, mana shundan train qildim. Narsalarni unutib qoldigan emas, narsalarni chiqarib yetish, xayollarni chiqarib yetib, o'ziningki ruhiy sog'lomligini yuqori qilish, yaxshi qilish. Shu shaklda hozir tugaydi bu proyektim. Azaldan bu proyektni men qilman deb o'ylamagan, lekin shukri shunday yaxshi bo'lib menyapti. Ham buningki hatto hozirgacha shu 200 odamlarning ichida jihlari hammasi degandek o'rgandi. Birinchisi 5 kunlik proyekt, hammadan 5 kun men bilan shu 5 kunlik intervyu qildi. Undan keyin ashnunda hammasi degandek menga yaxshi shaklda gaplarni qoldirdi. Masalan, bu menga pek yordam qildi. Men buni 3 oydan keyin men yana qaytib kelmanchi bularga. Qaytadan yana bir qitim intervyu qilman. 3 oydan qaytib kelib masalan, 3 oyning oldidagi odamlar hozirgi intervyu qilyapman. Shularni qaytadan 3 oy jarayonida sen nimani yaxshi ko'rdingmi deb ishlatdingmi mana shu usulni deb so'ragan vaqtida hamma bajiqlari ishlatdim, ham menga pek foyda qildi degandigi uchun meni o'taqanbek ruhlantirib, garchi uydan ishlab o'tirib ishxonaga berib ishlamasam, shunchalik endi yaxshi ko'rib, o'zimning xizmatini yaxshi ko'rib qilyapman. Endi bu proyekt tugaganki, yana burungi o'zim o'ylagan mana shu pandemik degan narsalar tugaganki, inshaalloh Alloh biladi, lekin burungi proyektimga yana hisobda qaytadan hamdek yaxshi o'xshamaydigan yangi usullar bilan shug'ullanib, burungi proyektimga yana bir qator ustiga qo'ymoqchi. Undaqda. Tugadim, men bir savolim. Savol so'radim. Demakchi bo'lgan kechirsizlar, bek texnikal gaplar bo'lgandan keyin gapimni uyg'urcha topolmay ketdim demakchidim. Estağfurullah. Naxosa, shu kasbga munosabatlik men yaqinda bir nima o'qigandim, mundaq debdi. Yaqinda Germaniya ovoz kanalining hujjatli filmda bayon qilinishicha, bir qism intik tekshirishlar orqali Amerika va Kanadada qonun organlarining burun chiqargan hukmlarining xato bo'lib qolganligi ma'lum bo'lgan 357 delo ichida 70% guvohchining xato guvohlik berganligi isbotlanibdi. Shuning bilan shu 70% kishilar o'zini xatolashgan
chiqqanligiga hatto bular degandan ishonmay qopdi-da. Maxsus insonlarning xotirasi va as saqlash qobiliyatini tadqiq qiladigan mutaxassislarning hamda 20 yillik tadqiqot natijasi asoslanğanda naq maydon guvohlarining ishonchlik darajasi aslida bularning guvohlik berganlik ishonchlik darajasini deyotidi. İnsanlar o'ylagandan xeyli ko'p tuvan chiqibdi. Hatto bir sinoq ishlab sinoqqa qatnashuvchilarga o'zining mandaq ishlabdi. Hamda men asli manda o'ylagandim bu o'yliqi o'zining gunohini yepishqa xuddi bir bahona araganda his qilib qolgandim, lekin ba'zi buningga tadqiqot nimalarim borki. Hatto bir sinoq ishlab sinoq qatnashuvchilarga o'zining chamdan somkasi bilan xalqninkini amlashtirayotgan bir odamning sinvojitini ko'rsatib, ulardagi chamdanni amlashtirayotgan shu odamning chiroyini tasvirlab berishini talab qildiki va keynidan ularga 6 kishining rasmini ko'rsatib, bularning ichidan chamdan amlashtirayotgan odamni tunib beringlar deydigan. Natijada, garchi bu 6 odam ichida u kishi bo'lmasimi, sinoq qatnashuvchilarning hammasi xato odamlarni ko'rsatib qo'ydi ekan. Hamda yolg'iz bulam emas, insonlar ko'rganlari bilan o'z umid qilganlarini qalbida jonlantirdi yoki voqelikning bir qismini esida saqlab, bir qismini bayamsiz degandek unutib, buning o'rniga o'zi to'g'ri deb o'ylagan tasvirlashlarni to'liqlab as saqlaydi ekanda. Hamda rost gap qilsam, bu natijalarni o'qib, bu natijalarni ko'rgandan keyin bu narsa meni haqiqatan cho'chitdi. Undan xo'sa biz o'zimizning xotirasiga ishonalamdik. Bizning o'z ko'zimiz bilan ko'rdim yoki ko'rgan ishlarimizning yoki guvohlarimizning yolg'on bo'lib qolishi qanchalik? Siz shunday yaxshi savol so'radingiz. Bu bek muhim savol. Bu savolni tepish uchun jiq odamlar hozir tadqiqot qilyotdi. Yani oldingi bir 20 yildan tortib mana shu to'g'riliq jiq tadqiqotlar bo'ldi. Bu mening kasbimlik ishdagi narsamiz, lekin men bek qiziqadigan bir savol. Okay, birinchi savolingiz, biz o'zimizningki aslimlarimizga ishonamiz, shundaqmi? Albatta. Nima uchun? Endi yo'q. Yo'q desammi bo'ldi, albatta desammi bo'ldi. Yo'q deyishimning sababi biz hech nimaga ishonmaymiz deb o'ylayman. Hamma narsa bu dunyodagi endi cho'roq darajada o'ylasangiz, bu dunyodagi hech qaysi narsa real deb o'ylamaymiz-ku. U dunyo real deb o'ylaymiz. Shuning u shaklda o'ylasangiz, hech nimaga ishonmaysiz. Lekin agar o'zingizniki aslini to'g'riliq gap qilsangiz, buningda albatta nima uchun deganda biz hayotimiz odam bo'lishimizni hisobda aslimi bilan biz odam bo'lamiz. Shu boshqa aslimlarga ishonalaymiz, lekin endi siz deb o'tgan mana shu narsalar, mana shu voqealar nimani chiqardi desangiz, asliminingki qanchalik so'zilishchanlik demdik. So'zishchanlikni chiqardi. Ham o'yliqi o'zligidan so'zuvchi bo'lmaydi. O'zligidan xatolik ko'z o'ylab qolmaydi. Ammo boshqalarningki tishidagi sirtdagi environment, sirtdagi muhit sizni shu shakldagi o'zingizniki aslimisini o'zgartib mangdi. Hamda buni nima degan gap deb o'tsam, hamda buni biz ham shu guvohchilar deb boshladingiz. Shu guvohchilar mana shu to'g'riliq bekchiq tadqiqotlar bo'lib baxtichu. Masalan, muvofiq tartiblar bilan shu qo'llangan vaqtimizda ham guvohchilarningki aslimisi ham va DNA mash tekshirish deb o'tdingiz. Tekshirish natijalari hammasi ishonchli bo'ldi. Lekin eng muhim yeri cho'qim muvofiq bir tartiblar bilan uni shug'ullanish kerakda. Masalan, sotlarda hozir siz deb o'tgan mana shu sotlarda uchun sotlarda DNA tekshirish masalan natijasini cho'qim qabul qilman degan vaqtda uni cho'qim bir darajasi bo'ldi. Uni sotqa masalan agar yaxshi masalan aniqlanmagan masalan daraja bo'lib qolsa, uni sotqa hargizmi qabul qilmaydi. Sotlar uni qabul qilmaydi. Lekin ammo guvohchilarningki bergan so'zlarini u shaklda qarmaydi. Masalan, DNAga qo'ygan tartiblar bilan qo'ymasa, albatta u xato bo'lishi mumkin-da. Masalan, men demoqchi o'tganim, masalan, DNA uchun moslashish ehtimollik demdik. Moslashish ehtimollik yuqori bo'lgan vaqtda ananiki uni hamma darajaga o'tdi, endi buni 98% DNA'ga deb uni sortga oldiramiz. Endi mav guvohchi uchun
maş 98% degandek narsa guvoh uchun bu dal shu guvohchininki o'zi bergan shu guvoh so'ziga shu ishonchisi yuqori bo'lgan vaqtda 98% men degan narsa to'g'ri deb ishonch qila olgan vaqtda onaniki uni aniq guvoh berdi deb uni sudga qabul qilish kerak. Lekin ammo siz deb o'tgan masalan jiq ilmiy odamlar mana shuni qarsa, mana siz deb o'tgan mana shu delolar qarsa, jiq vaqtda u sud organlari bu to'g'ri qarmaydi. Bundaq tafsili qarmaydi-da bu ishlarga. Masalan, amaliyotda olimlar men hozir deganim mana tekshirgandiki, men 2018-yil tekshirgan-ku deyman. Mana shu DNA natijasi bilan mana shu siz degandek mana shu kechirim qilingan mana shu sud delolari ichida hech qanday delolar birmu xato guvoh bergan guvohchi men shunchalik ishonchli guvoh berdim deb demagan. Aşı hammasi hisobda o'z ishonchsiz guvoh berganlar. Shu guvohlarni uni qabul qilgan sud o'zining xatoligida bu hisobda. Shunday qilib shu jiq mashta tadqiqotlar chiqqanligi uchun Amerikada siz deb o'tdingiz 375 bu Innocence Project deb bir projekt bor. Shu projekt tepib chiqqan. Shu projekt Amerikada hisobda jiq o'xshamaydigan shtat bilan ayrimizku Amerikada. Shtatlarda shuni tavsiya qildi. Sud ya bo'lmasa soqchi organlari mana shu narsani o'zgartirish kerak deb. Mana nuqtalarni o'zgartirish kerak deb 5 nuqtadek nuqtani o'tirib qo'ydi. Masalan bir nuqtani deb o'sa, masalan guvohchi cho'qim ilgari bo'lganmagan shakldagi uchurlarga nashkarlangan bo'lmaslik kerak. Shundaqmi? Agar u bulg'angan shaklda albatta u sizningki aslingizni o'zgartiradi. Shunda deganda o'xshamaydigan narsalarni deb chiqqandan keyin buning ichida yerim Amerikaning 50 shtati bor. 50 shtatning ichida menimcha eng oxirgi qargan vaqtimda 25 hisob 20 buni qabul qildi. Hisob shtatlarda cho'qim mash narsalarni o'tgandan keyin ma odamningki guvohnomini biz guvoh qilib shaklda sudga qabul qilamiz deb. Shunga buni başınçılık narsadan deyishimning sababi demoqchi bo'lganim odamlarning aslida to'g'ri u so'zilish bo'ladi, lekin uni cho'qim to'g'ri shaklda hamma narsani muvofiq tartib shaklda uni izdansangiz u to'g'ri shaklda mangadi. Uni o'zgartirib, bug'lanlashtirib, bizap twist bilan manipulate qilsangiz u albatta xato bo'ladi. Shunga albatta o'zimizningki aslimimizga ishonishimiz kerak. Nima uchun degan u o'zimizningki hayotimizda beshimizda o'tkazgan narsalar hamma narsa 100% o'xshash deb degan masalan ba'zi narsalarni burun garchi o'xshash voqeani siz bugun o'ylasangiz, o'ylasangiz, bir yildan keyin o'ylasangiz o'xshamaydigan shaklda o'ylaysiz. O'xshamaydigan shakldagi hissiyotlar bilan o'ylaysiz. Shunga cho'qim bu 100% o'xshash narsa emas, lekin siz to'g'ri uni beshingizdan o'tkazdingiz. Shunga u narsa u xato emas. Shunga unga ishonsangiz bo'ladi. Masalan, buni tushundim, lekin bayam degandek aerodromda bir chamdanni amlashtiruvdi deganchu. Bu amlashtirayotgan odamning sin hujjatini kamerada tortib oldi bular. Nurg'un odam ko'rsatdi sinab qatnashchilarga. Ko'rsatgan keyin hadab ko'rib, undan keyin 6 odamning rasmini chiqarib bular. Sen bayam ko'rgan chamdanni amlashtirayotgan odam qaysi desa, bular hammasi ko'rsatdi. Lekin amaliyotda u odam bu 6 rasmning ichida emas. Ana shu qarab, ana shu men dedim-ku, mana shu tishidagi odamlarningki sizningki mingizniki aslimingizga xato narsani kirgizishi. Masalan, agar sizning oldingizga mashning ichida cho'qim birisi shu. Masalan, jiq soqchi organlari mashta qiladi. Shunga mash xato qildi-da. Nima uchun cho'qim mash 5 odamning ichida birisi seni ko'rgan odam shu desa, ha bu 5 odamning ichida birisi men ko'rgan ekanman. Bu qaysidir deb o'zingizni o'ylagan shakldagi o'xshab qoldigan odamni tanlaysiz. Gerçi siz sizga da'vatidi bu cho'qim mashina ichida birisi bor deb.
Şu aşka aşta mesela mən abay degan 5 o'xshamaydigan narsani organlarga tavsiya qildi dedim-ku. Aş narsani ichida birisi mana shu, bir shart cho'qim mana shu. Aş so'roqchi odam cho'qim bir narsani so'roqchi odam birinchi bo'lib bilmaslik kerak. Mana shuning ichida bormi odam? Double blind deymiz buni. Double blind shaklda so'roqchi qilayotgan odam bilmasligi kerak. Ham ashni ash odamni ash olib borgan odam, masalan rasmlarni bergan odam, hamma odam mana shuning ichida bormi, yo'qmi? Aşı cinayetçi bormi yo'qmi shuni bilmaslik kerak. Lekin bilsa bir eg'iz gapi bilan yo bo'lmasa biza qilib qo'ygan ishi bilan ashuni o'zgartirib sizni ashunga influence deymiz endi influence qiladi. Ashunga yaqin siz o'zini qilmoqchi bo'lgan niyatiga yaqinlashtiradi. Tushundim. Mundaqdan. Lekin ba'zi narsalarni o'qiganda meni bək cho'chitgandi. Bugun nima qilib bo'lolmadim unida. Lekin men ayrim bir vaqtda bu haqda yana sizdan savol so'rashim mumkin. Albatta. Andan keyin mundaq bir narsa. Hamda burun aqli telefonlar yo'q vaqtida masalan 40-50 nomerini esimizdə saxlaya alaydım. Hazır özümün nomerini bilməyəm degəngə oxşaş gəplərni bəhcik anladım. Məsələn, əz tutuş qabiliyyətinin tövənləb ketişi münasibətli məşə nurgun gəplərni anlayırız gündəlik turmuşumuzda. Undaq bolsa, məşə əz tutuş iqtidarını yuqarı götürüş üçün görürmənlərimizə qandaq tavsiyalarınız var? Bu savolga oddiy javob bersam, Qur'on yodlash. Nima uchun deganda, buni endi sahobalarmi deb o'tgan. Undan boshqa endi bir narsa nima uchun deganda, endi bir narsani u tutish qobiliyatini qandoqsiz yaxshilantirasiz, bu bir mas'uldak narsa-ku. Buni qanchalik ishlasangiz shunchalik yoshda mangdu. Shunda bo'lganki, endi buni qandoqsiz mangursangiz eng jonlantiradigan, eng shu muhim narsa bilan mangursangiz shu shunchalik shaklda garchi shu masalan Qur'onniki o'ziniki qanchalik muhimligini chiqarib olsangizmi, shaklda mangadi-da. Shunga buningda menimcha birinchi bo'lib men u deganim endi Allohniki so'zi, endi shunchalik undan boshqa muhim sizni o'ylantiradigan, sizni hukm qiladigan, o'zingizning o'tmishlaringizni o'ylashadigan, dunyo qarishingizni o'zgartiradigan endi undan boshqa narsa yo'q. Shunga uni yodlab olsangiz, uni o'ylansiz, tushunib yodlash. Hargiz yodlash emas. Tushunib turib yodlasangiz, uni endi sizningcha menimcha yordam menimcha emas, bizniki burungi olimlarimiz, Uyg'ur olimlar bilamdi, arab olimlar degan. Endi uning sirt endi agar undaq qilmayman ya qilmayman desangiz, endi men degandek uni cho'qim ishlatishingiz kerak. Uni ishlantirish uchun shunga masalan odatga siz deb o'tdingiz, social media deymiz. Mana narsalar jiq vaqtlarda sizni o'ylanmagan jiq vaqtlarda bir narsalarni siz think deymiz, endi o'ylash emas, contemplate deymiz, endi o'ylashdan biza cho'nqurroq o'ylash. Bir narsani surface level bilan o'ylamay, uni biza cho'nqurroq o'ylab, masalan masalalarni dunyo qarab, ma'nosi mundaqga masalan tafakkur qilishga jiq vaqtlarda screen computer deydi, telefon deydi degan narsalar biz uni qilg'izmaydi. Degani osonlam ishtiqlan bir narsaga yetalgandan keyin biz undaq narsalarni o'ylashmaymiz. Shunga jiq vaqtda shu narsalarni tafakkur qilish uchun menimcha qo'lingizni o'xshamaydigan narsalar, men dedim abay, qiziqishlaringizga. Nima uchun qiziqsiz? Cho'qim bir narsa bor uningga. Shunga qiziqishlaringizni masalan o'xshamaydigan narsalarni o'rganish. Masalan, men dedim til. Masalan, men necha tillarni bilaman, o'xshamaydigan tillarni o'qib bilaman. Hozirmi yangidan siz bilan gap qilishga vaqtimda deb o'tdim, turkchani o'rganyapman deganda. Ashta o'xshamaydi, har yili o'xshamaydigan narsalarni qilib manaman men. Masalan, oldingi turkchani boshladim, uni oldingi ba'zan vaqtlarda germanchani, ba'zan vaqtda practice qilib qo'yman degandek. Ashta o'xshamaydigan narsalarni o'zingiz tashlabchi, o'zingizni ashunga chiqib masalan gitar chalishni o'rganamsiz, skripka chalishni o'rganamsiz, yo piano chalishni o'rganamsiz degandek nimalar sozlarni chalishni o'rganish, boshqa tilni o'rganish degandek mana siz qilib boqmagan narsalarni qilsangiz, ash shakldagi bo'libmi san'at shakldagi narsalar sizni rasm chizish deydi degandek ashta narsalar sizga ash tarafdagi mengizni activate qilib jonlantirdi. Ham ash narsalar hammasi sizningki
tutish qobiliyatınız bilan münasibətli. Tutish qobiliyati meňiň bir ýerde emas. Meňe digen burun aşda oýlaýdy. Burun aşı nerwi aşı alimler aşda oýlaýdy. Meňiň matripy mandaq, andarpy mandaq dep. Hem de toğra bäzän ýerleri korteksniki mesela bäzän ýerleri köz bilen münasibetli, bäzän ýerleri put bilen aşda dep bar. Lekin Əslimige kelgen wagtda şoňaşky bu əslimi digen bek muhim näse, bek çoňkur näse. Şoni o hemme näsiňizni işitsiz. Şoňaşka hemme näsiňizni aşmen digendek okşamaydigan näseni kılsanız çokumlam sizge ýardam bolýardy. Mesela memmu bu əstüş iqtidaryga münasibetliye şu aldymyzki frontal lob dep garaýdym. Demek hemme ýerde bar-da. Hippocampus, cortex, amygdala. Mesela dep ýene bir näse siz mesela burunky ötmüşini oýlagan wagtyňyzda, bir iş wakany oýlagan wagtyňyzda siz onda hissiyat çykydy. Hissiyat wagtda mesela amygdala, daýdy ýene başga kiçik organallar bar meňizde. Aşda o organallarny aktivate kıldy. Onun anki frontal lob maşa hemme näse aldyňyzga. Frontal lob hemme näse aktivate kıldy hesapda. Onundan keyin hippocampus her wagt bir näse hippocampus boldy. Anki eger aş oýlagan näsiňiz içinde hissiyatdan başga, mesela tişige qargan näseler bolsa, ýa jürigen näse, bedeniňizni nima azalarynızı işletgen näseler bolsa, anki aş näselermi, aş ýerleriňizmi, ularmy bir-birisi bilen gep kılışydy. Şundaq bolganlygy üçin Aslında digen hesapda bütün meňinki hemme ýerige bardy. Asmylam emas, çyk näse aşda bolady. Şoňaşka meňinki bir ýerinem undaq aktivate kılıp durup aslimini kirjiş ýa çykyryş digendek undaq hazyrgaça undaq iş bolup bakmady. Düşündüm. Endi körürmenlerimiz suallarını hili ýagdyr öýtüpdi. Sual soraşyny başlaýyn. Meniň suallarym tigidi. Ahyrda bir soraýdygan sualym bar, lekin awal körürmenlerimiz nama suallaryny alaýyk. Birinji sualda munda depdi. Ma'lum sebäpler tüpäýli gatnaş wagasy ýaky kıyın kystak gatarlyk miňiniň zähmleniş sebäbinden ýokap ketgen hatirlerini eslik keltirgili bolamdy diýdi. Bu körürmen dostumuz del men aber men dedim bir bronka projektim batdy da. Del meniň aşkym. Şu aşka men kılmakçı bolgan iş mu? Birinji suala jogap bersem, albatta, lekin her wagtda emas, bäzän wagtlarda aşnynki kançylyk zähmen bilen derece bilen münasibetli bolady. Anki meňiniň näre zähmen bilen münasibet. Mesela hippocampus zähmesi ýokap ketse, o bronka aslında ýene bolmaslygy mümkin. Andan keyin meňe zähmenlengen wagtda sizin retrograde dep aýrydy. Mesela maşy waka ýüz berişiniň aldydaky işlerini unutulduğan adamlar var. Vaka yüz berip aldıdaki hemme işini, bronk işlerini hemmesini eside tutup, lekin yeni vaka, yeni hayatı buatkan işlerini tutup olamaydıgan, unutukaldıgan işlerimi buldu. Ya bulmasa, vakanınki otursidiki, neçe bir ay, 2 ay näse unutukilip, lekin vakanımı unutukilip, lekin başka hemme näse normal bulduğan, okşamaydıgan şekildeki derecelik näseler var. Onu endi özünüzdeki derecesi bilen münasibetlik, onu terapi bilen, psiki şekiller bilen, ya bulmasa, toxtamay burunki ötmüşlerniki resimler reminder kılıp körüp durup ya bulmasa bäzän hady dogrular bilen ya bulmasa stimulate kılışmy bar. Stimulate kılıp hazır bulupmy stimulate kıldygan işler jyk beketdi. Meňinki qaysı derejelik garap durup şu ýerki okşap hareketlenýän. Diýenek şu okşamaydy lekin menimçe bulupmy meňinki kasbymdaki adamlar maşu 1980 ýyldan başlap burun bir näseni unutukilip adam unutukileberip qaytyp kelişi unda aslimler qaytyp kelişi bu ýagan dep çykagançy jyk işler bolgan. Ondan keyin hesapda bütün mesela kiçik wagtyda zähmlengen digendek sexual abuse diýmiz. Aşdaq şekilde zähmlengen adamlar kiçik wagtda o näselerini bulak kılıp yokup bitip, kalısını çıkırıp bitip, onundan keyin çoğun bolganki o aslimler qaytyp gelse, onu qaytyp geldi dep terapist dese, onunga işenmegenler, aşdaq şekilde
jiq ishlar bo'lgan. Uningki shundaq bo'lganligi uchun bu kasbni mana shu shakldagi mana shu savollarni to'xtatgan. 1990-yildan boshlab 20 yilda to'xtab qoldi-chu bu ish. To'xtab qolgandan keyin yaqinda yana qaytadan boshlab buni false memory movement deydi. Qaytadan yana boshlab masalan mendek ashtaq tadqiqotlar yana qaytadan boshladi. Shuning meningki projektim esa 2 yildan keyin mas savolni mendan so'rasangiz qachon yaxshiroq javob bera olaman. Tushundim. Ko'p rahmat dilim sizga. Lekin buni televizorlarda jiq ko'ramiz. Filmlarda masalan, bir narsa bo'lib qolsa xotirasi yo'qdir. Keyin ash narsani qayta ko'rib bergankin yoki manzillarni ko'z oldiga kelgankin asliga keladigan shaklda. Demak, odamga qarata o'xshamaydi ekanda bu. Ham ikkinchi savolda mundaq debdi. Eslashni xohlamagan xotirlarni mengidan o'chirayotgili bo'lamdi deydi. Meningda hozir qilyapti shu. Men hozir albatta bo'ladi, lekin butunlay emas. Butunlay o'chirib yetish mumkinchiligi bor. Masalan, mening mumkinchiligi bor, mumkin emas. Mumkinchiligi bor, lekin boshda uni cho'qim to'xtamay, ashni har bir qitim ash narsa qolib kelgan vaqtda boshqa narsani o'ylash emas. Boshqa narsani o'ylash u thought substitution deymiz uni. Uni block qilib yetish bo'lmay hisoblanmaydi. U boshqa bir mexanizm ishlatadi, thought substitution. Mening deyotganim qolsini oppoq qilibchi. Buloq qilib yetish. Uningga endi o'zi ashni o'rganish. Hozir men qilyotganim shu 5 kunlik ash haqlarni ashtaqilqi ishtiqlan bir narsani ko'rsa, bir trigger, masalan bir xat deylik, o'ziniki keyingi word ashu worry qildigan ishini ansiraydigan ishidan ko'rib qolsa, ash trigger so'zni uni ishtiqlam ashar qanchalik narsa qolsa kelsa, ashu kelaversimi, ashu to'xtamay 3 sekundning ichida ash qolsini chiqarib yetish, oppoq shaklda chiqarib yetish. Uni o'zingiz uni jonlantirishingiz kerak, o'zingiz qila olishingiz kerak, o'rganishingiz kerak qilishni uchun. Işte qilavergandan keyin uni qila oladigan bo'ldi odam. Masalan, menga hozirgi tadqiqotimda 3 kun ichida odamlar ashta qilishni o'rganadi ekan. Shuna bo'lgandan shuna qilaversangiz, endi cho'ng voqealarni unutib qilishingiz mumkin. Agar har qitim vaqa to'g'riliq nima qo'lingiz kelsa ashta qilaver, necha yil ashta qilsangiz unutib qola olasiz. Unutib qolganlar bor. Lekin u keyin agar siz normal biza o'zingizniki psixik sog'lomligingiz normallashgan vaqtda u qaytib kelishi mumkin. U vaqt qaytib kelgan vaqtda sizni undaq tushkunlantirmaydi. Lekin bundaq odatdagi masalan narsalar undaq butunlay aslida o'zining hammasini unutib qolmay, ashunga bo'lgan hissiyotni unutib qilishmi, umi bor. Masalan, hissiyot har qitim kelgan vaqtda uni yana ashtaq block qilaversangiz, ashunga bo'lgan hissiyotingiz, ichidagi bo'lgan masalan detail deymiz, uyg'urcha nima deymiz? Inchki narsalar, shu vaqadagi inchki hamma ishlarni aslamay, ashtaq vaqa bo'ldimi? Bo'lgandi. Lekin vaqani o'yla desa, men qalbimdagimi esimda yo'q. Degandek ashtash darajaga olib bora olasiz. U oson. Masalan, mening menda bir ishim borki, o'zim yaxshi ko'rmagan yoki bo'lmasa bearam bo'lgan narsamning ustidan kelish uchun bir narsani o'zim yengish uchun bir ishlarni qilib boqaman. Masalan, men doskalarnimda sizgan vaqtida bordan chiqqan ovozim bek bearam bo'lmaydi. Ichimda mushuk tatligandek bo'ldi-da. Shu men buni yengish uchun qanday qilgandim-siz ko'zimni yumib turib, doskaga tirnoqimni bilan jijilayotganini to'xtamay o'yladim. Boshda bek bearam bo'ldim. Nima bundan o'zimni qiynayman dedim. Yo'q, lekin kaynadan buni qilaverib, menda undaq narsa hozir hech o'ylash emas, biroz ashuna qismi qat'iy bearam bo'lmayman. Demak, mushundan foydalangan bir ish ekanda. Mening qilayotganimki opposite. Yana sizning qilingizni buni terapiyada jiqishdi, exposure therapy deymiz buni. Exposure esa sizni ashunga qilmayman degan narsangiz ashu qog'izib o'ylashtirg'izib ashuni expose qilib sizni ashunda lekin safe shaklda safe bir o'zingizni zahlimanmagan shaklda shu masalan ishxonasida deylik degandek sizni
aş näsler qoqaydigan näsleriniz. Buni jiq vaqtlarda bir bilan qoqaydigan adamlar başta exposure therapy'den ap maňady. Hemme adamga maňmaydy, lekin bäzi adamlarga täsir bolady, yaxşı täsir. Düşendim. Suallar bək jiq yığıb getdi. Mən davamlaşdırıb soray. Körürmənlərimizin şunda güzel inkasları kəvatıdı. Mən bir işkini ilham buluş üçün, texim energiyərimizi yuqarı götürüş üçün ox berək. Assalamu alaykum, Tokyodan salam. Dilyar Abdurrahim yazıbdı bunu. Biz sizlərdən intayın fəxrlənimiz. Sizlər deyirsiniz. Menimcə uzun illərdən bilimsizlik səbəbdən nurgun qiyinçılıqlar duçar bolduq. Bizə ögünüş, bilim arqalıq güclənişimizin özgə yaxşı tanlaş yox deyə oylayman. Zulqayda sanımızın işlərinə asayişlik tilayman. Proqram qrupasiga baş əzizlərə ehtiramımızı yollayman deyə sizə ehtiramımızı yollayırıq. Köp rəhmət. Qaysar mundaq deydi. Assalamu alaykum, maşallah. Allah ilminiz ziyoda qilsin. Siz bütün Uyg'ur millatining faxri, Allah o'rgangan ilmingizni bizga va bütün qarindoshlarımızga manfaatli qilib bersin debdi. Ondan başqa Muhammad Uyg'ur debdi. Nihoyat yaxshi suhbat bo'lyapti. Uyg'urchangizni nihoyat yaxshi ekan. Allah sizga texim ko'p muvaffaqiyatlarni ato qilsin. Eng oxirgi birisini o'qiytay. Kifara Sayram mundaq deydi. Maşallah, sağlam, siz bizning faxrimiz. Rabbim tininizni salomat, ilmingizni ziyoda, vaqtingizni bereketlik, sizni yetishtirgan ota-onangizga sog'lom, uzun ömür tilayman. Ko'z tegmasin, bek ta'sirlandim deydi. Men bu ko'rurmanlardan kelgan bu güzel uchurlarni haqiqatan oqsam tüyütüp bolamıqdakman. Buni menki programdan keyin özümüz ko'rib olsak bo'g'dakka. Hammalarga bizni mushundaq savrchanlik bilan o'ltirib ko'rib beryaptinglar. Bizni qo'llag'ininglar uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Amis men savolimni davomlashtiray. Amin, amin. Ben dualarınızla hammalarga amin. Hakikaten amin. Bu güzel dualar sizlarga tam olsun hakikaten. Üçüncü sualda mundaq debdi. İnsanlar nemişqa balıq vaqtidagi xotirlarni osonla unutib qoldi va yoki aniq esga ola olmaydi deydi. Endi masalan, mening ba'zi narsalar esimda hozircha. Ya balki mabak ta'sir qilgan ishlar bo'lg'ach qolib qoldimi yo uqmadim endi. Siz degandek o'zingizga ta'sir qilgan narsalar albatta qolib qoladi. Odatda bizningki mana shu meningki mana shu shug'ullangan kasbimda 5 yoshning oldidagi agar sizga alohida ta'sir qilmasa, 5 yoshning oldidagi jiq ishlar odatda odamning esini chikitadi. Buningki sababi jiq, bir cho'ng sababi, men degandek sababi jiq. Hammasi nima qilsam, lekin eng cho'ng sababi demdi, endi jiq vaqtda odam udul qolsa kelgan sabab, odamlar bolalar yetildirib mangdichu, develop. Lekin bu yetilishning vaqtida sizningki mengiz yetildi, beshingiz yo'g'onganga o'xshash, badaningiz yo'g'onga mengiz bizlar yo'g'onlandi. Uni mengiz yo'g'onish cho'ng kichikliklar emas. Nemisi bilan munosabatdagi nervlaringizningki Yerlarning kengayishi ham yiqayishi ham jiq vaqtlarda masalan nervlar bir nervi bir narsa qilmaydi. Hargiz unday emas. O'xshamaydigan ansambl deymiz, endi guruh shaklida kelgan nervlar o'xshamaydigan bir ishni boshqa guruhdagi nervlar bilan birlashib bir ish qildi. Hisobda nervidan biz odamgarchilikni o'rganamiz. Lekin yoshlar bo'lganligi uchun shu nervlarni shu shakldagi shu guruhdagi masalan u guruh qanday bo'ladi desangiz, ash nervlarni jiqishib versangiz, bir guruh bo'ladi. Ananki u guruh ananiki buni Hobbes thesis deymiz. Endi ash guruh ananiki boshqa guruh bilan birlashib, shu ikkisini o'rtadagi bo'lgan neuronni aksonsi hamda uzun, abay kichik badani bo'ladi, bir nerviniki bilan kichik badani bo'ladi. Uni ustiga mana uni bir uzun bir nimasi akson deymiz. Dendrite deymiz. Dendrite bo'ladi, lekin dendritening ustida yana dendrite'ga chiqishdigan yana aksonlari bo'ldi. Anki o'xshamaydigan nervlarningki o'xshamaydigan shakldagi numurliq aksonlari bo'ldi, dendrite'lari bo'ldi degani. Shunga shu narsalar kuchlanib ya ozlab ya bir-birisi bilan ulashib ma'ludi. Shu narsalarmi sizningki aslimlaringiz bilan munosabatli bo'ldi. Shunga jiq vaqtda 5 yoshdanki burun ya bo'lmasa bo'libmi tug'ilgan, masalan, boboq vaqtimizdagi odamimizning qo'sqidagi vaqtki u vaqtni hech kim endi esida qolmaydi. Nima uchun degani u vaqtda odamning qalbisi
butunlay yetildi bulanmagan vaqtda. Shu narsa o'zgarganki, u sizningki aslalaringiz ash vaqtda garchi bo'lsa-mu, biz bilmaymiz. Garchi bo'lsa-mu, biz uni Hatırlayamıyoruz şunu. Ilaqi bilinçaltı deymiz, türkçədə bunu ingiliscə nim deymiz ki, altıda saxlanıb qap, çıxmaydigan nəsə halətdə bulamdı, aytdavr. Aştaqraq bir maqal oxuğunum isimdə. Anondan keyin mundaq bir sual kəpdi. Meğinin 90 minutluq uyqu dəvri, yəni sleep cycle. Bu ilaqi beyin sapı deymiz. Spon degan yerdə aşu fonksiyonu ötəydi deb bilməm, əmdi xatalaşmısam. Əmdi muşu fonksiyondan faydalanıb az, amma önümlük, yetərlik uyğuğa erişkili bulamdı. Erişkili bolsa qandaq usullar bar deydi. Hesabda Yəni bugün köygən dərsimə biraz münasibət. Hesabda bu az qandaq qilsak az uxlab turib yaxshi chiqishlarni qila olamiz demakchi. Buni endi MITda meni bek train qilishdi qarang. Bundan bek jiq ashta qilishimiz kerak endi o'qigandan keyin. Masalan, oldingi o'quvchilarimiz dedi, jiq vaqtda uxlaydigan vaqtingiz jiq chiqishlarni qilgandan keyin. Buni endi men birinchi bo'lib deydiganim uxlang. Ham o'zimga deydiganim uxlay. Lekin nima uchun deganda uxlagan vaqtingizda sizningki miyangizni qaytadan bir siyosatda bor. U butunlay miyangizni refresh qildi. Qaytadan jonlantirdi. Lekin butun jiq narsalarni yuvib, rasmiy u bir fluid, suyuqlik uchu, siyosat fluid. Shu butun hamma yerga boradi. U uxlamagan vaqtingizda u hargiz unda bo'lmaydi. Shuningdek u shu jiq shaklda sizga ta'sir bo'ldi. Undan keyin uni ustiga qo'shib uxlagan vaqtingizda muskullaringiz hammasi bir-birisi hujayralar qaytadan o'z-o'zligidan qurildi. Shuningdek agar uxlasangiz ham uxlang. Lekin ba'zan vaqtlarda sleep cycle'ni chiqib qolsangiz, masalan, agar sizning sleep cycle'ingiz 8 soat bo'lsa, 7 soat 15 minut uxlab qolsangiz, yerib charchab ketib qolasiz. Shuni nima qilish uchun, shundaq bo'lmaslik uchun sleep cycle odatda hammadamniki o'xshamaydi, lekin average kelgan vaqtda odatda 3 soat bo'ldi. Ya 1,5 soat ya 3 soatda mangdi. Shuning uchun men college'dagi vaqt, men MIT'dagi vaqtimda qanday qildim desanglar, kechlari uxlamaydigan vaqtlarimda ya 3 soat uxlaydim. 3 soat uxlasam jonli yig'ilib qopdim. Degan sleep cycle'ni o'tib ketmadim-da. Meni bir cycle degan gap. Bir cycle dar vaqt qopsangiz, ashta qopib olaysiz. Andan keyin lekin yana bir necha soat, 6 soat yana charchaysiz, u vaqtda kofe ichib o'tkazdim. Lekin ashta qilsangiz bo'ldi. O'zingizning sleep cycle'ni tepish u bir muhim. Masalan, men uchun 3 soat, 3,5 soat, ya bo'lmasa 3 soat, ya bo'lmasa 1,5 soat. Lekin hammadamniki o'xshamaydi. Shuningdek, men degandek 1,5 soat, bir kuni 1,5 soat uxlash ham bekmi yaxshi emas, yaxshi emas. Lekin agar endi shuni dush kelgan vaqtda 20 minut nap qilsam-u, yordamchi bo'ldi demakchi. Nima uchun deganda uxlamay kechikchilab uxlamasa, masalan, men o'zimni siz abaydiningizga qallamda o'ylab boqqandim, tirnoqda qilishni, qandoq menmi o'zimni mana shu sinab boqaychi deb uxlashda qanchalik vaqt funksiyon shaklida qanchalik uzoq vaqt uxlamaydi ekanman deb MIT'lik vaqtimni qilib boqqan. Men 3,5 kundan keyin esa 2,5 kecha buni desam ota-onam xafa bo'ladigan bo'ldi. 3 kecha uxlamay ishlab o'zim topshiriqlarni ishlab turib ashta 3 kun. Lekin 3 kechadan keyin esa 4-kuni tushdan qat'iy ikkinchi kundan boshlab balki o'zim scientist bo'lgandan keyin yezib mangdim o'zimni qandaq shakldagi narsalar paydo bo'lyapti-chu o'zimda deb. O'zim tajriba qilib boqdim. Masalan, ikkinchi kundan boshlab ishtik narsalardan jili bo'lgan shaklda chiqdi. Undan keyin 3-kuni gipim qalayim qolish bo'ldi. Undan keyin qat'iy hamma narsada kuladigan. Odatdagi gaplar bo'lsa-mu kulgim keladigan ashta shaklda. Ashta birsi chimdisimi, u qiziq his qilib ashta shaklda bu bekatdan. Undan keyin 4-kuni kelgan vaqtda 4-kuni atdigan bir kechani o'tkazib, atdigini hamda qat'iy
iliq ko'zim yumilib qanchalik kafe ichsam iliq kompyuterning oldida ko'zim yumilib qoldida bo'ldi endi bundaq qilib qat'iy iliq bir so'zni bir qurni bir 20 qitimdek o'qidim bu men yechdim tushundim unda xatlar o'zgarishga boshladi anki voy bo'ldi bundaq qilsam bo'ldi endi uxlayman andan keyin uxlab 10 soat uxladimmi ashtaq 11 soat uxladimmi u shanba yakshanba kuni ashtaqsiga tajdim qilgandim shu cho'qim shanba yakshanba kuni qilgan bo'lmasa darsdan kechiksam bo'lmaydi shu shanba yakshanba kuni shoshga 12 soatda uxlabdim ondan keyin endi qat'iy qilmayman deb onga o'zim berdi bergan lekin bunchalik qiziqchilik shaklda o'tkazdim lekin agar uxlaoladigan ish bo'lsa cho'qim deb deganda bu hozirgi vaqtda emas yosh vaqtimizda buni to'xtamay ota onam menga deydi yosh vaqtingizda bilmaysiz cho'ng qiyirgandan keyin sizga ananiki bitadi deb shunga uni dadam opamning ham gapi emas biz tadqiqotdami bilamiz masalan alzheimer's deydi ashtaq shaklda shu unutish kasallarning hammasi emas shu uxlashdimi biza nimasi bor ta'siri bor Mundada. Lekin ham ba'zi rost amal bo'lmay qoldi-ki. Masalan, menga 25 minutlik uyqu ajoyib foyda qildiki, yeb yangi bo'lib qopib chiqaman agar ashtaq uxlab olsam. Nadikasi uxlaymanchu men avtobusda, voy u metrolarda tasqalma oxirgi bekat ketib qoldi ba'zida paq qiziq ishlar yuz berdi. Bo'ldi men buni ekran oldida deymay. Andan keyin mundaq deydi, inson nimishqa ko'rgan tushlarni uyg'onib eslay deydi. Menda bak bo'ldi bu ish. Ya tush ko'rmayman. Ko'rsam bak nadir eslay tushlarimchi ajoyib yo beklam güzel bir tush yo bek qo'rqinchli bir tush. O'tirda qolib qolgan tushlarning hech birini eslayolmayman. Bunda bir narsa ko'rdimmi deyman, keyin yo'qolib ketadi. Nimishqa deydi. Bu bak yaxshi savol. Nima deganda hozirgacha odamlar tadqiqot qilayotgan savol. Men jiq vaqtida tushimni odatda qat'iy tush ko'rmayman. Ya bo'lmasa tushimni unutib qolmaysiz degandek. Buningki sababi birinchi sababi odatda siz tush ko'rgan vaqtingizda ba'zi vaqtda biz qo'pimiz tush ko'rgandek his qilib qo'pimiz lekin tushimizni unutib qolamiz. Shundaq u vaqtlarda u tushlar men dedim-ku nervingiz siz uxlagan vaqtingizda nerv odamninki sizda CT deb mana MEG deb nerviningki nimasi bor ya bo'lmasa EEG jiq vaqtlarda EEG ishlatadi, MEG emas. EEG ishlatadi, deb MEG o'tirilgan narsa. Xato deb qoldim. EEGni ishlatib turib, men uxlash shaklidagi tadqiqotlarni qildi-chu. Uningda masalan menda bir bilan qo'lingiz elektrodan qo'ydi. Shunda qarasangiz uxlagan vaqtda hargizmi mengiz jimjitlik emas. Taxmi bak naqsha bir orkestra demdi. O'xshamaydigan shakldagi biz hozirgacha jiq narsalarni bilmaymiz, lekin bizlar bo'lsa topdik. Masalan, men abay degandek jiq aslimalarniki memory consolidation deymiz, uni aslimalarni qattiq mashina aslima masalan short term bugun bo'lgan ishni keyin o'ylaydigan qilish uchun shu vaqtingizda munosib mexanizm bilan degan o'xshamaydigan narsalar bo'ladi qolingizda shunga narsalarni bo'lgan vaqtda mengizniki o'xshamay dedim ansambl shaklidagi kelgan nervlar fire qildi canlandırdı-da. Shu vaqtda u ba'zi vaqtlarda o'xshamaydigan qolingiz shunga jiq vaqtlarda bir tushimiz g'ayriy bir xil tushlar bo'lib qoldi. Uni bunda o'ylab baksangiz odatdagi bir ish lekin bir narsa burun o'ylagan narsangiz bo'lishi mumkin, ash kuni atgan o'ylagan narsangiz bo'lishi mumkin. Lekin uni nima uchun biz tushimizni bir xil tush ko'rgandek his qilamiz desangiz, bizning qonimiz har vaqtda hikoya tuzaydi-chu. Shunga sizning ko'rgan narsangizni cho'qim bir hikoya qilib logik shaklda sizga tushuncha berish kerak. Shunga siz jiq vaqtlarda qoningiz mana neyronlar mana fire bo'lgani bilan sizni fire bo'lgan narsalar bir hikoya bo'lsin deb sizga shaklda biz tush deb o'ylaymiz uni. Endi mana odatdagi tushlarni. Endi uning siz degandek mana go'zal tushlar kelgan vaqtda endi u men so'zlaydigan narsa emas. Uni endi olimlarimiz endi shakldagi u boshqa bir darajalik savol bo'ladi. Unga men to'g'ri so'zlamayman lekin
Aştaq meningdeki o'xshamaydigan ansambollar shu Fireqa jiq vaqtlarda Brainstem'dan Fireqa vaqtda aştaq ilqi tushuntirsangiz unutib qolasiz. Hem Anladım. onun siz degandek abay dedingiz jiq ilqi güzellarni unutib qolmayman ya bo'lmasa bek ilqi qorbistonlarni unutib qolmayman deymiz. Nima uchun deganda sizni shu hissiyotga olib boradi. Shunga o'xshash kichik vaqtingizdagi shu qalbingizga ta'sir qilgan narsani unutib qolmaysiz. Nima uchun shu vaqtda bir hissiyot bor. Shu hissiyot bilan birga aslimalarni biz tushmi shu aslimaga o'xshash uni unutib qolmaysiz. Undayda. Hə. Andan ilqi mən bəzi kechada uyg'onib ketgan vaqtimda to'la hisob ishlab, ko'rgan ilqi ximiyavilik funksiyonlarni tuzab, odam badanining anatomiyasini yodlab, balchiq ko'rmoqchi bu narsani. Balkim kunduz ko'rayotgan narsalarning ashtaq manga bək ta'sir qilganlik sababidan bo'lishi mumkin. Hə. Bu mümkün emas, o cho'qimlim ashtaq. Buni biz tadqiq qilib biz emas, men emas. Olimlar qilib baxgan. Odatda kunda o'ylab, bir narsani o'ylayversangiz, shu tushingizga dedim qo'yliq hikoya bo'lib chiqish kerak deb. Shuning shu neyronlarni shu hikoya qilib, siz shu o'ylayvergan keyin tushingizda sizning hikoyangiz bo'ladi. Bunlardan. Bir ko'rinimiz bundaq debdi. MIT'ning o'qish puli qimmatmi, o'qish yordam puliga erishdingizmi deydi. MIT'da turib, men ketgan yili 2019-yili turib ashada kampusda turib o'qisangiz 61 mansum Cuma? Bir yil emas. Bir mansumdagi bir yilga, sorry. Bir yili 68 ming dollar. Uninga mümkün emas. Men onun pul to'lamayman. Shu ashqa men o'qish mukofoti ilib turib, butunlay hozirgacha hamma narsam o'qish mukofoti bilan, o'rganib kelgan hamma narsam o'qish mukofoti bilan, endi PhD doktorlikni cho'qimlam sizni qabul qilgan vaqtda sizga o'qish mukofoti berdi. Masterlik undaq emas, lekin undergrad undaq emas, college undaq emas. Shu ashqa uni cho'qim iltimos qilishingiz kerak. Menga shu abay kirgan maktablarningki hammasidan menga ashtaq pul bergan. Uningda endi Amerikada o'qish puli mukofoti erish uchun o'xshamaydigan shakldagi yo'llar bor. Masalan, ba'zan iqtisodiy tuvan oilalarga, o'quvchilarga mundaq donliq maktablar har vaqtda agar kira olsangizlar sizga pul berdi. Shu hargizmi sizni qiynab turib o'qitmaydi bundaq donliq maktablarda. Donliq maktablarning puli jiq. Shunga sizni kira olsangizlar sizni lekin kirib bo'lgandan keyin natijangiz tushgasa yana sizga pul bermaydi. Shuning uchun natijangizni yuqori shaklda nima qilishingiz kerak? U birsi. Yana birsi tishidagi masalan mana shu davlat shaklidagi musobaqalarga qatnashib turib mukofotlar erishganlar bor. Uchinchisi programmalar bor o'xshamaydigan shaklda. Masalan, sizning iqtisodingizga qaraydigan yo bo'lmasa qilgan natijalaringizga qaraydigan. Masalan, men MITga apply qilgan vaqtimda mana shu o'xshamaydigan hammasini apply qilib bakkan. Natijamningki bu o'qish puli mukofotiga yo bo'lmasa iqtisod shaklida deydi. Degandek shu o'xshamaydigan narsalar bor. Shunga agar ko'rmanlar uningga qiziqsa, menimcha shu o'zining shtatninki state support qilgan nimalarmi bo'ladi, odatda mukofotlarmi bo'ldi va unga qo'shilib, ashta national masalan Questbridge deb men yozay, anani qachon ekranga chiqara olishim mumkin. Mana Questbridge deb Amerikadagi o'qiyotgan o'quvchilarga iqtisodiy tuvan o'quvchilar lekin yaxshi o'qigan. Lekin bu dahshat bo'lmaydi. Oliy maktab imtihon bergandek ham shunchalik darajadagi past raqobatni qilgan ashta bir buningda ma programda sizni butunlay 8 maktabni tanlaysiz. O 8 maktabning hammasi biz 20 maktabdan 8 maktabni tanlaysiz. Onun ichidagi hamma maktab Ivy League shakldagi maktablar. MIT, Stanford, Harvard, Yale, maktablarni ashuna 8ni tanlaysiz, rank qilsiz. Men ma 8ni ma darajada rank qilman deb. Anki uni rank qilganki u maktablar sizni agar accept qilsa, sizni eng yuqori rank qilgan qaysi maktab siz eng yuqori rank qilgan maktabingiz, masalan 2 yerdan masalan 2-chi rank qilganingiz bilan 6-chi rank qilganingiz sizda buldiga ma'qulchi biz asaq buldiga desa, 2-chi qilganingiz gidin xat keladi sizga. Aniki shu mash program, mash Questbridge degan program men hozir kirgizgan. Shu program butunlay sizningki hamma pulingizni ko'tardi.
Undaqda. Onundamı yana natijangizni yuqori qilishingiz kerak, lekin ashtaq ko'tarib mangdi. Shuning uchun o'xshamaydigan ashtaq narsalar bor. Shuning uchun uningga cho'qim izlanish, lekin yaxshi o'qigan bolani hargizmi qiyin qo'yib o'qitmaydi. Agar yaxshi maktablar, lekin nima uchun deganda odatdagi maktablarga kirib qolsangiz jiq odamlarniki puli shu state community college deydi deganda bo'lmasa odatdagi maktablarga kirib jiq pul xarjlab ketadi-chu. Nima uchun unda maktablarning puli oz, shuning uchun sizni ko'tarolmaydi. Shuning uchun agar pul to'lamay turib o'qiyman desa, natija yuqori bo'lishi kerak. Ham inshaalloh kiralaydi. İnşallah. Yeni bir görürümüz mundaq sual yollabdı. Türkiyədəki, Qazaqstandakı, Qırğızstandakı bir Uyğur oquvchi Xorvatdək, MITdək bir məktəbdə ötəliş üçün qandaq qilish kerak? Siz Amerikada turub iltimas qilgan çağdakı ahvallardan fərqli bulamdı deydi. Farqli bo'ladi. Birinchisi ingliz tilimiz cho'qim yaxshi bo'lishi kerak. Uningda har bir maktabning o'lchami bo'ladi. Uningda aniq o'lcham bor. Jiq narsalarda ma'nosi qallamga kelib qoldi. Buni bir davitib, keyin savolga javob beray. Bu meningki qallam kelgan narsa jiq vaqtlarda maktablar, masalan, bu menda donliq maktab MIT deydi, Harvard deydi, mana maktablar. Biz mama imtihonlarni tavsiya qilamiz, recommend debchu. Tavsiya qilamiz deydi. Bu tavsiya qilamiz degan gapni qil deb tushunish kerak. Nima uchun deganda, masalan MIT matematika subject test deb o'tdim. SAT subject test ayrim deb. SAT subject testdan birsini ya ananiki ham bir science ya bir pandiki birini ikki SAT subjectni biz tavsiya qilamiz deydi. Quotation qildim bu. Tavsiya qilamiz deydi. U degani biz highly recommend qilamiz. U degani qil. Agar qilmasang, seninki daraja boshqalardan, hamda boshqa narsalar alohida bo'lmasang, u darajaga yetmaysan degan gapda. Shuning uchun tavsiya qil degan narsalarning hammasini qila olsin ham qilish kerak-ku odamlar. Men masalan SAT subject testni imtihon berish qat'iy qo'llamda yo'qdi. Rost gap qilsam, 3-chi yildan boshlab, oliy maktabningki 2-chi yildan boshlab, oliy maktab deyman, to'liq o'rta maktabningki 2-chi yildan ananiki maktablar qarab, voy bu bunday narsalar bor ekan-ku deb, ananiki bu nima deb recommend degan gap, qilmasam tavsiya qildi degan, qilmasam bo'lgan ish ekan-ku deb o'ylab, voy, yo'qay, men qilmadim deganim bilan boshqalar qilish mumkin-da. Ananiki uni tavsiya degan ishni hammasini qilish kerak. Okay, endi bir savolga qaytib kelsak, menda chet eldan kelganlar birinchi bu haligi TOEFL mashtaq ingliz tili kelgan vaqtda cho'qim ana darajasi aniq chiqadi-chu. Darajasi cho'qim yuqori bo'lishi kerak. Cho'qim emas, endi ta'limingizni sinsangiz bo'ladi, lekin darajaga yetish kerak. Ananinkin uni ustiga qo'shib, odatda siz masalan bir bu savol masalan high schoolni to'liq o'rta maktabni putirish oldidimi yo to'liq o'rta maktabni putirib bo'lib boshqa bir kollejga kirib bo'lib davlatdan kollejdan yana bir MITga kirishmi? Bu yerda deyotganim mencha to'liq o'rta maktabdan MITga kirish. Undaq bo'lsa, shunga ingliz tili qaranglar, shu veb-saytda qarasanglar hamma narsa bor. Ingliz tili qaranglar, imtihonsi masalan odatda internationalniki masalan SAT undaq bir millari yo'q bo'ladi. Shuning uchun uningga ayrim imtihonlari bo'ladi ba'zan vaqtlarda. Menimcha MITningki undaq chetdan kelgan o'quvchilarni agar IB dars olgan bo'lsa, IB qarish mumkin. Masalan, IB degan narsa muhim narsa-chu. Men AP dedim-ku, advanced placement degan narsa. AP Amerikada ham bor. Chet elda yo'q bu narsa. Lekin Amerikadagi ba'zi maktablarda AP bermay IB darslar bo'ldi. Lekin chet eldagi, masalan, Yevropadagi jiq maktablarda IB bo'ladi. Shuning uchun sizningki maktabingizda agar IB bo'lsa, cho'qim IB darsini edish kerak. Agar bo'lmasa, qarab beqing, ashning o'zingiz o'rganib turib, ashning imtihon bera olasiz. Masalan, men abay deb o'tdim, SAT subject test mendaq narsani qachon chet eldagi o'qiganlarga uni cho'qim qilish kerak demasligi mumkin. Lekin agar siz qilsangiz, ashunda imtihon bersangiz, u siz boshqalardan o'zingizni ilhomdan turib bir ish qilgan bo'lsizda. Shuning uchun uni ashni maqolangizni yozsangiz bo'ladi. Menda manda narsa yo'q deydi, lekin men mana ishlarni qildim degandek shunga diqqat qilish kerak. Anandan men degandek jiq vaqtda mana tishidagi chetdan kirgan o'quvchilar jiq vaqtda men yaxshi o'qisam ham bo'ldi deb men abay degandek men darsdan chiqishlarni qilmaydi.
Nimçe degende Amerika bir aştaq unik xas özüneki xas bir yeri şu. Amerikada aştaq ilaqi mektep aştaq mektepler üçün natija bilan ham ötəməysiz. Çoxum aştaq özünüzniki ilaqi hissiyatını bildirib passion degan narsa bor-ku. Shuni chiqara olishimiz kerak. Yetildirib kerak. Yetildirib Özün tərəqqi qilishni xalaydiganda doim özünü tərəqqi qilg'izib turish, mushular qatnashib turib, masalan, siz bayam degandek, boshqurish deymiz, degandek har xil. Shuni chatda o'qiyotganlar odatda bu narsalarga diqqat qilmaydi. Shu narsalarga diqqat qilib, garchi maktabingizda bundaq musobaqalar bo'lmasa, tepib, o'zingiz izlanib, onlaynga chiqib, tepib, ashtaq qilib, agar klublar bo'lmasa, klubdan birini qurib degandek ashtaq qilsangiz, siz alayida bir boshqa o'quvchi, sizning o'xshash davlatingizda apply qilsangiz, o'xshash rayonda iltimos qilayotgan odamlarga o'xshash, ulardan bir daraja yuqori shaklda kira olasiz. Mundaqda. Bək çox sual kelib ketdi. Mən cavablarni sal qisqartib alsam bək xoş bo'lar. Vaqt nimiz bilan. Lekin so'ray, o'qish jarayonida ota-onangiz qandaq yordamda bo'ldi deydi. Ang odamni nima qiladigan bir savolga. Hamma yordamda bo'ldi. Buni endi men siz hozir qisqa javob olay deb Yo. Davering. Odatda desam, masalan, men dedim boshda o'z bishidan boshlab ota-onam ikkilisi o'qiganlar. Ikkilisi oliy maktabni bitirib, opam o'qituvchi, opam ximiya o'qituvchi, dadam bankada ishlab, ashtaq menejerlik bo'lib, ashtaq qilgan odamlar. Ular endi butun bilginni, o'zining ota-onasini, o'zining hayotini, do'stlarini, o'qiganlari hammasini tashlab biz uchun Amerikaga keldi. Biz deganda mening o'zimning bir inim bor, ukam bor. Shunga u endi undaq badan to'lash o'zi bir daraja yo'q. Endi uni men his qilmayman, men ota-ona bo'lib baxmaganki, men uni o'qimayman. Uning sirt o'ziniki kasbini Amerikaga kelib buni shug'ullanmadi. Nimchun deganda u birisi til, yana birisi u kasbni bu yerda qabul qilmaydi, ya qaytadan o'rganish kerak degandek. Shunga masalan 20 yillik qilgan kasbini uni tashlash kerak. Ham yangidan odatdagi yerlarda boshdan boshlab ashtaq bilim o'qigan odamni masalan odatdagi yerlarda ishlantirib qo'ysangiz, bir xil u cho'qim o'ziga ro'yiga ta'sir bo'ladi. Degandek, ashlarni yeyishnim demay deb o'tkazmay, bizga ko'rsatmay, o'zining beyaram bo'lganlarini bizga ko'rsatmay, ishlaganlarini, tildan qiynalganlarini hech qaysini bizga bilindirmay, ashtaq qisqa hisobda men dedim, ashtaq jiq ishlarni qildim, masalan, men shu to'liq o'tirmakda. Shu yerlarga kim olib meni? Albatta, ota-onam olib bordi. Men o'zim menga boramayman u yerga. Shu musobaqalarga menga pag'il bo'lmaydi. Men bo'libmi Amerikaniki qanday public transport systemsi yaxshi emas bir yerda turganchu. Shunga undaq yerlar hammasi shu Amerikadagi oilalari, ota-onam emas, Amerikada boshqa ailadagi odamlar, do'stlar degandek ashlar hammasi yordam qilib turib, ashunga keldi. Shunga ota-onam endi birinchi bo'lib o'zidan menga gap so'zsiz menga bir ulgu bo'ldi. Uning ham birinchisi Amerikaga men kelishdan oldinlam ota-onam meni o'tag'iz qo'ygancha. O'tag'izib, Zulqayda biz Amerikaga boramiz. Siz boramsiz deb hisobda siz mendan savol so'ragan. Biz borsak, masalan, butun narsani tashlab turib boramiz. Siz hammani do'stlaringiz, hamma narsangiz yo'q bo'ladi. Shu vaqt u yerga borganda siz cho'qim o'zingizga tayinib o'qishingiz kerak. O'shda sizning o'qishingiz uchun boramiz. Deb 12 yoshlik bolaga ashta savollarni qo'ygan. U degani meni hurmat qilgani ham Allohga singdirganida sen cho'qim yaxshi o'qishing kerak. Nimchun deganda sen uchun mashqlarni qilyapmiz deb, siz uchun mashqlarni qilyapmiz. Deb shunga u ilhom bo'ladi, odam o'ziga ilhom bo'ladi. Shu qilganni bak to'g'ri ko'rdim deb o'ylayman. Haqiqatan, masalan, u degani sizga bo'lgan hurmati, ishonchi va uningdan sirt sizga bir mas'uliyat ortqani, u mas'uliyat ortqani uning oqida nurg'unlagan tilsiz ajoyib narsalar bor hamda haqiqatan bak odamni ta'sirlangudek. Shukr, alhamdulillah. Haqiqatan.
Ötüp ketayman başqa savolga texmi bak nima ta'sirini Baş so'an so'rasin. Lekin shikli ishqilib, ota-ona degan ajoyib hamma ota-onasi ajoyib endi ota-onani ajoyib yoritib qo'yibdi ekan Alloh. Shuning shukri. Allah haqiqatan ajrini bersin. Ijtimoiy ular ajoyib sizdan faxrlandiki, haqiqatan mehnatsiz ajr singdirguchilar ular. Allah ularning ajrini hassilab bersin. Men oxirdagi savolga o'tay. Tushni videoga ilib saqlab olish mumkinmi deydi. Buni yilqi hozirgi shoularni, televizyondagi kinolarni vaqtida ashtaq chiqmoq chiqirdi. Ashtaq tushni video shaklida kompyuterga upload qilib degandek. Hozir qilolmaydi. Bir Yaponiyadagi bir laboratoriya qilib boqayli deb ashtaq yilqi qilmoqchi bo'ldi, lekin unidan mag'lubiyat bo'ldi. Meningcha bilishimcha eng oxirgi qitim mana shu to'g'riliq qarashimcha 2 yil oldida mana shunaqa qaragan. Shunga inda temami qiziqqan deb bo'lsa, mana shu mana shu savolni o'zimdan so'ramashda qil bulamdim deb men qat'iy tushimni esimni ololmayman. Inda mana shu qil bulamdi debchi. Ashta ko'ringan ekan unda hozircha uni nima uchun deganda men degandek hatto biz o'zimizning meningki odatdagi masalan mana shu tush emas, tush deylik, tushning nimaligini bilib olmadik va aslining nimaligini qandaqsiga tepishni, qandaqsin uni ashunchalik bu cho'ng ishlarga hatto eng kichik bo'lsa man qo'limninki man bildirishinimi endi biza bilamiz lekin boshqa qanchalik narsa mashina ketishni biz o'ylab chiqib olamiz. Mashinasi uchun odamlar 20 yil, 30 yil tadqiqot qildida. Shunda bo'lgandan keyin uni endi tush degan u bir ajoyib narsa bu. Uni endi kompyuterga chiqarish. Kompyuter degan endi biz bek ko'ng deb o'ylaymiz bo'libmi hozir odamlar computer science, artificial intelligence deb chiqib so'zlaydi. U butunlay bir kod, bir odamninki yozgan kodsi, anki u kodni kompyuter o'zi o'zgartirib turib anda qilgan narsa. U hargizmi odamniki mengidek u narsani yeshib chiqarib, uningga uning bütün o'ylaganlarini uningga chiqarsa menimcha men uni bekmi to'g'ri ko'rmayman nima uchun deganda odamlar ajoyib bizda ruh bor. Kompyuterda ruh yo'q. To'g'ri. Ya ishqib asli men bu programmani siz bilan bo'lgan programmani biz hozir maktabda dal shu nervi sistemasini o'rganyapmiz-ku. Tamoman güzel bir şekilde o'rganib bo'lib, andan keyin bu suhbatning bo'lishini bek xohlaydim. Chunki u o'rganib bo'lgan vaqtimda ajoyib güzel savollar, yangi narsalar keladi. Lekin shundoq bo'lsin, ko'rganlarimiz ajoyib güzel savollarni so'rayotdi bu yerdan. Endi mush narsalarni tunugun başladık biz bu dərsni. Azraq bir dərs bolsunmu ko'rgan vaqtimda bu inson tasvirlab beruvchisiz darajada ajoyib mukammal yaratilgankanmizki, shunchalik hamma narsa joyida, hech qanday bir narsaning ortiq yoki kam emas va u inson beyin, insonning miyasi degan u ajoyib sirliq bir qutiga o'xshaydigan narsaga biz uning amdi bir burjikini desam bo'lmas, amdi milliondan birini aron tadqiq qilib bo'ptiq. Bu ajoyib chiqib bak amdi mundaq deydi. Ko'p operatsiya qilingan kishi narkoz qilinganligi sababli as tutish qobiliyati tuvanlab ketamdi deydi. Buningki buningda tadqiqotlar bor. Lekin endi uni deb operatsiya qilmayman desam bo'lmaydi. Nima uchun bir qitim operatsiya qilsa uningga ta'sir etmaydi, lekin qanchalik dorini badaningizga kirgizsangiz hamma narsaniki miyangizga ta'sir bo'ladi. Lekin unchalik ansirash bu uchun ansirab men operatsiya qilgan vaqtimda narkoz ishlatmayman, anesteziya ishlatmayman demasimi bo'ladi deb o'ylayman. Endi nima uchun odatda xudoyim saqlasin unchalik qitim operatsiya qilmaydi odatda bir odamni. Shuning menimcha shunchalik lekin ta'siri bo'ladi, lekin har bir qitim unchalik cho'ng ta'siri bo'lmaydi. Ham agar kerakli narsa bo'lsa uni ishlab uni qilish kerak deb o'ylayman. Yana bir ko'rinimiz bunda debdi. Ba'zilar uyqu bilan uyg'onish orqali
Gacılışıp qaldım. To'g'ri tushuninglar. Ba'zilar uyqu bilan uyg'onish oraliqidagi mezgil tafakkur va yangilik yaratishning eng unumlik mezgili deb qaraydi. Masalan, Kekoli deydigan germaniyalik bir odam benzinning yumaloq qurilmasini tushida bayqagan deydigan gaplar bor. Sizning bu haqdagi qarashingiz qandoq deydi? Rost gap qilsam, sizdan Ben sizden yo'q, sizdan javob topgankin bir Japon asli Masalan, mandaqçı, iliqi to'liq o'tirib o'qiyotgan vaqtimda bək tərs bir sual uçurdu-da. Mən bunu bir gün həpilişib chiqaramadım. Iliqi müəllimim manga bəkərək qoyub bərdi. Siz bunu nima qila alaysız? Bəkərək oylashıb yaqan degəndək vaqt bərdi bir neçə gün. Hə dedim, oylaşdım, iş undaq bolmadı. Lekin bir günü aş ətdigan səhər qopqan vaqtda qopadigan vaqtda bir xil uyqum ichilib ketgandek bo'ldi. Qarasam, amaliyotda men tushni ko'rib yetibdim. Tushimda o'yimni, hisobni ishlab to'g'ri javobiga erishdim. Men hayron qoldim. O'g'limda ishlayotgan hisobni tushimda ishladim deb keyin ondan keyin shu bo'yicha hisoblab chiqarib akirdim degandek bak bir güzel bir ish deyish. acayip güzel bir iş çıktı. Buni maş fenomenalni, maş fenomenal demdik Uyg'urchadami. Maş şekilde bo'lgan maş vaqani odatda biz stroke of insight deymiz. Insight debchi, spark demdik. Maşta şekilde yuz beradigan bir narsani qalsa kelalaydigan. Mesela bunu odatda odamlar bu uxlashdan emas, bu şekildagi maşta vaqalarni jihlar mesela juyungan vaqtlarda, nerede aşçı qilmagan vaqtlarda qalsa keladi. Maşta hikoyalar borda. Ham bu rost hikoya bo'ldi degan siz deganda siz deb o'tgandek hikoya bo'ldi degan gap rost emas degan gap emas. Rost bo'lgan vaqalar. Buni men degandek bu meningki nimamda disiplinda buni stroke of insight deb to'g'riliq tadqiqotlar bor. Buningki endi masalan uxlashga kelgan vaqtda buningki sababi men abay degandek uxlagan vaqtingizda siz jiq narsalarni qo'lingizda rehearse qilasiz. Abay degandek memory o'ylaganlaringizni shuni bugungi bo'lgan ishni keyin o'ylaydigan bo'lish uchun shuni to'xtamay rehearse bo'ldirchi menidagi bir-birisidan gap qilishidi hisobda. Nervlar bir-birisidan gap qilishi. Shu vaqtda masalan siz abay degandek uni qoningizda o'ylab bor narsa burun o'ylab qachon o'ylab bo'lgandan keyin diqqat qilmagan narsa bo'lishingiz mumkin. Shu vaqtda shunga diqqat qilib odamlar uni vah men o'ylamagan vaqtimda o'ylab qoldim-ku deb his qilamiz. Lekin asli bu siz o'ylab boqqan narsa bo'lishi mumkin. Lekin bundaq bir tashlit jiq vaqtlar deymiz-ku, jiddiy bir ishni qilma, jiddiy bir hukm qilma, bir uxlab yotgandan keyin ertasi qaytib kelib hukm qil. Masalan, decision making degandami, ingliz tilida bir gap bor, sleep over it deymiz. Bir uxlaytib, anan keyin masalan hukm qil, yo bo'lmasa qilmoqchi bir narsa boshlamoqchi bo'lsang, bir uxlaytib anan keyin qil deb. Buningki sababimi shu, siz yotgan vaqtingizda men abay degandek siyosat bulamdi, o'xshamaydigan narsalar miyangizda qaytadan qurildi, ham organize bo'ladi. Organize bo'lgan vaqtda shuni ba'zan vaqtida siz degandek problem savollarni yashash degandek shaklda bo'ladi. Ham masalan daydreaming deb mind wandering deb bir narsa bor. Bu hisobda atganda tushdamda uni uyg'urcha daydreaming degani o'ylab o'tirib bir narsani o'ylab ketamiz-ku. O'ylab ketgan vaqtda qo'lingiz asli siz jiq vaqtlar darslarda. Men darsda bunda emas, lekin mana shu to'g'riliq izlangan vaqtimda jiq vaqtlarda dars vaqtida haqlar o'tirib dars qarayotgani bilan boshqa narsani o'ylaydigan. Men paperlarni o'qiyotgan jiq vaqtda bir narsani o'qiyverishimning sababi bor. Qalam boshqa yerda, lekin uni o'qiyverman, shuni tushunmadim deb qalam boshqa yerda. Shu mind wandering dedi. Mind wandering bo'lgan vaqtda jiq vaqtlarda odamlar o'zing zot qilmoqchi bo'lgan ishini shu vaqtda o'ylaydi. Masalan, masalan abayman degandek yuyingan vaqtda, yurgan vaqtda odamlarda xiyollar kelgan vaqtlari shu o'ylayvermay uni biroq qo'yib o'tib andan keyin qo'lingizni o'zligidan ashaga olib borgan vaqtda u boshqa bir ajoyib bir narsa bo'lib chiqadi. Fenomenallar. Andiki mundaq debdi.
Tush ko'rish vaqti eng uzun bo'lganda qancha minut bo'ladi deydi. Bu hammadamniki bilan o'xshamaydi. Masalan, biz ba'zan vaqtlarda tushning ichiga kirib, tushning ichiga kirib, tushning ichiga kirib ko'rsak, qopsak, around bir 5 minut bo'lgan bo'lishi, 15 minut uxlagan bo'lishimiz mumkin. Lekin qoningizda necha yil o'tib ketadi-da. Ashta his qilasiz. Ba'zan vaqtlarda bir talam tush ko'rib, ikki talam tush ko'rganda, odatdagidan bir tush, lekin bir kash uxlab qolgan tush u. Necha soat. Masalan, hatto buni men abay dedim, kollejdagi vaqtimda men o'zimni sinab uxlamadim deb. Shu vaqtda ashta shaklda vaqtninki so'zilib va qisqaratganini shu vaqtda his qila olasiz. O'xshamaydigan shaklda o'zgaradi. Bu qildim degan gap boshqalar buni sinanglar deganim emasmi? Demakchi bo'lganim, ashta his qila olasiz. Masalan, men manga 5 minut bir yarim soatdak ashta o'tib ketgan, ashta shaklda his qilgan vaqt, bir ishni qilib emas, ba'zi vaqtda bir narsa kirishib qilsak, 5 minut, 3 soat bir ish qilsak, 5 minut o'tib ketgandek ham his qilamiz. Bir narsaga rasmiy kirishib qilsak, bir kun o'tirib ishlaydiganlar bor. Undaq emas. Buniki opposite. Qisqa vaqt uzoq shaklda so'zilishi, vaqtning so'zilishi, hamma narsa perception deb bir narsa bor. Perceptionni uyg'urchamda qanday tarjima qilishni bilmadim. Hisobda ashdan qaraydigan shaklingiz, bir narsa nuqta qaraydigan qarash usulingiz o'zgarib mangdichu. Shuning u menga bilan munosabatdagi vaqtninki qandaqsiq vaqtda biz experience qilishimiz, ashlaslarimiz munosabat. Shuning bu odamniki so'rgan savoli menimcha ashning bilan munosabatli bo'ladi. Tushundim. Endi ko'rurmanlarimizdan kelgan eng oxirgi bir savol. Uyg'urchangiz alayda yaxshi, bu jihatda alayda tirishchanlik ko'rsatamsiz deydi. Albatta. Shu men degandek, siz abay deb o'tdingiz, men butunlay Xitoycha o'rganib kelgan, 12 yoshgacha. Shu yaslidan boshlab demdik. Shuning meni butunlay uyda biz uyg'urcha so'zlaydik. Vatandagi vaqtimiz mashtaqdik. Lekin Amerikaga kelgandan keyin mening ingliz tilim yaxshi emas bo'lganligi uchun ingliz tilini yaxshi qilamiz deb, ham ota-onamning ingliz tilini yaxshi qilamiz deb, boshda uydami ingliz tilini practice qilgan bo'ldik. Shuning men uyg'urchamiz pastga tushdi. Lekin azaldan o'qish yezishni o'rganib baxmagandim-da. Undaq dars baxmagandan keyin. Shuning men oxiri biza 1-2 yil o'tgandan keyin mening tilim chiqib ketgandan keyin his qildik, bu uyg'ur tilini ishlatmasak bu unutib qoldi ekanda. Shuning qaytadan uyda shu majburladi. Har bir qitim inglizcha ketsam ham tilim uyg'ur so'zlanibchi. Undan so'ng opamdan ham ikkinchi uyg'urcha o'rganganlar bo'lganki, ularniki tili kuchli. Shunda ular menga uyda odatdagi uyg'urcha so'zlaydigan, odatdagi gaplarni uyg'urcha so'zlab bilan mangdigan bo'ldik. Endi men yoziqchilik o'qishga kelgan vaqtda buni endi men shu oldingi 2 yil oldida, 3-yili oliy maktabdan 3-yili MIT vaqtida Harvarddan MITda bunday kitoblar yo'q. Harvardning kutubxonasidan bir uyg'urcha dars kitobini topdim. Dars kitobni tepib, shuni men o'zim o'rgandim. Men arabcha o'qishni burun bildim. Shundan o'xshab qolgan bo'lgandan keyin ashni alifbasini o'rganib, ankin baqbaldaklam yozaman, lekin xat yozsam, lekin ashta shaklda o'qib, biz o'zim o'qish o'rgandim. 2 yil o'qib, andan keyin biz o'qa oladigan bo'ldim. Andan keyin men so'zliklar kelgan vaqtda mening hargizmi o'zimni kekashlab so'zlab ketadigandan o'ylasam ham jilib ketdi. Lekin ba'zi bu gaplarni hammasini ingliz so'zlayman, lekin abay deb chiqdim, o'tib ketdik. Jiqna gaplarni topa olmay ketdim. Shundan jilib bo'lgandan keyin odatda masalan YouTube'larda romanlar bor. Masalan mening oiladagilarmi ashta roman hikoyalarni ashta chiqirdi YouTube'da. Masalan kitob o'qish minbari degandek ashta shakldagi narsalar bor YouTube'da. Shu narsalarni shu romanlarni, shu asarlarni anlab, gerçi tushunmasingizmi, uni anlab turib, jiq qo'lqin sin ketar ekanda. Anki yana bir narsa, hozir yaqindan, mana shu yildan boshlab, bu yil endi bir hafta bo'libdi, bu yilga oldingi yildan boshlab, oldingi yilning oxiridan boshlab, opam uyga ketgan vaqtimda opamninki bir kichik baldur uyg'ongan odam
Abdusaloq Uyg'ur. Abduxoliq Uyg'urninki ash kitobi bordi. Shuni mundoq yipizlam bir kitob bu. Ash kitobni akib olib, uni endi men agar ingliz tili bo'lgan bo'lsa, uni ishchiklab o'qiydim, lekin ash necha soatlab bo'lsin ashni o'qib, ashda o'qib menglayaptim, tugatmadim. Lekin o'qimagan so'zlarimda, uningda endi o'qimagan so'zlarni lug'atga qarab hozir shunday yaxshi lug'atlar bor, onlayndanlar telefoningizdan tushira olasiz degandek. Shuni qarab turib, inglizcasini tepib, yozib turib, ashta qilib o'rganyapman. Lekin endi boshlayapman. Bu til degan Uyg'ur tili degan shunchalik go'zal bir til ekan, shunchalik o'tkir bir til ekan. Mana shu so'zlamaganimga bek pushaymon qilman, lekin inshaalloh hammamiz so'zlaydigan bo'laylik. Bo'libmi burungi kitoblarni o'qish uchun cho'qim so'zliklarni bilish kerak-ku. Ash o'tkir Abduxoliq Uyg'ur degandek, iz degandek mana shu kitoblarni hammasini o'qish uchun cho'qim uni til bilish kerak. Shunga shularni o'qalay deb bo'lsa-mu o'rganyapman. Voy, mashallah. Mashallah sizga. Endi mening eng oxirgi savolim, Uyg'ur yoshlarga qanday tavsiyalaringiz bor? Uyg'ur yoshlarga men Uyg'ur yoshlarga tavsiya qilg'idek yagi yetmadim deb chunki menmi bir Uyg'ur yoshi. Shunga men o'zimga o'zim bergan tavsiyalarimni, o'zimga o'zim deydigan narsalarimni ekrandagi ko'rmanlarga deb chiqay. 4 narsani o'ylashdim. Birinchisi, qancha his qilinglar 4 deb chiqishdi. Birinchi narsa, adam o'zining yildizini bilish kerak-ku. Yıldızımızı bilişimiz gerek. Mesela abay ben dedim Ali mektep imtihan maqal yazgan vaqtimda Uyg'ur to'g'riliq so'z degan. Ali mektepdagi eng oxirgi yilim MIT vaqtimda Uyg'urlarniki mana shu conference degandek, mana shu narsalarni qildik degandek. Mana shu adam Uyg'urligini unutib qolmaslik kerak. Bu yıldız ham bizningki Uyg'urligimiz jiq vaqtlarda o'tgandagi shu menda hozir deb o'tdik, deb mana shu odamlarimiz bor, ilm olimlarimiz bor. Ashlarning hammasiningki o'tmishlarini degandek tushunib yetish kerak. Shunga ota-onam shu birinchisi o'zimizningki kimligimizni bilishimiz kerak. Nima uchun deganda bir so'z bor, eng bilimli odam o'zini bilgan, kendini bilgan odam eng bilimli odam bo'ldi deb. Shunga o'zimizni bilishimiz kerak, ham o'zimiz kim u? Biz birinchi bo'lib, endi men uchun, men birinchi bo'lib musulmon, uning ustiga qo'shilib, men Uyg'ur deb ashta shaklda ashni tushunib yetish kerak. Andan keyin uningga qo'shilib, endi mana shu biz o'zimiz ham bu dunyoda kelib qolmaymiz, abaymi deb o'tib ota-onalar bizni mana shu dunyoga Allohningki berganidan biz mana shu kelamiz. Bu dunyoga kelgan ota-onamizningki mana shu kutgan umidlarini oqlash uchun shunga tirishish kerak deb o'ylayman. Ham o'zimni ash darajaga har vaqtda tushkun ketgan vaqtimda bir narsaga duch kelgan vaqtlarimda ashni boshlab o'ylayman. Ota-onam manda badallarni to'ldi, men mana ishlarni qilishim kerak deb o'zimni ashundan ruhlandira olaman. Ashundan ruhlantiradigan bir kuch bo'lish kerak. Uni o'zingiz bilgankin, yildizingizni bilgankin, uni o'zingiz topa olasiz. Birinchi. Ikkinchisi, abay chiqib o'tdim. Adamniki o'ziniki qanday deymiz, qiziqishlarini izlanish kerak. Ham boshqalardan o'xshamaydigan bir yerlarni tepish, diqqat qilish kerak. Abay o'tib ketdim, boshda qilgan meniki tadqiqotdan o'zimniki yaxshi ko'rgan tadqiqotga to'xtaldim. Garchi shunchalik jiq o'xshamaydigan ishlarni qilib baxtim haqida yana shu meni nerviga bordim. Shunga o'xshash aqida bir yumaloq bo'lib chiqdi. Shunga o'xshash odamlar o'zininki izlilgan shu qolisini boshqalar bilan degan vaqtda o'ylangan narsalarga hamma narsaga qiziqdim. Agar yaxshi narsalar bo'lsa, hamma narsaga qiziqatganman deb shuni yetildirishga adam o'zini ashunga berish kerak. Men o'zim deyman. Masalan, men abayda masalan tilni yaxshi ko'rman. Shunga men tilni o'rganib boqaychi deb tilni o'rganib boqaman. Men skripkani chalishni o'rgandim. Okay, buni o'rganib bo'lgandan keyin men nima chalib boqaychi deb uni chalib boqaman degandek ashta bir narsani qilib beqish kerak. Uchinchi, mana shu narsani qilgan vaqtda ba'zan hollarda siz o'zingiz xohlagan narsalarga yetolmaysiz. Shundaq shunga kelgan vaqtda qaysarlik bo'lib, bir nishonni bekitib bo'lgandan keyin ashunga izchillik bilan
Shundaqmi bo'lib, bel qo'ymay deymiz Uyg'urcha. Bel qo'ymay Türkiyada izchil ashunga tirishib yetish kerak. Buning uchun hamda cho'qim iroda bo'lish kerak. Buning uchun test chiqishlar test keladi. Test bo'lgan ashuni yetaman deb. Lekin joyiliq emas. Joyiliq bilan o'xshamaydi. Joyiliq iroda biladikisi. irodalik bilan inglizcha never give up deymiz. Lekin never emas. Voz kechmaslik. Shundaq. Shoshqa oxirgi nishonga cho'qim yetish hisobda. Ash nishonni tiklab, cho'qim nishon bo'lish kerak. Degan bir yerga yetish uchun cho'qim nishon bo'lish kerak. Nishonni tiklab bo'lgandan keyin, andan keyin ashunga to'xtamay yetish. Andan keyin to'rtinchisi, mashta yetgan vaqtlar, jiq vaqtlarda mag'lubiyatlar bo'ladi. O'ylagan narsangizni boshqa narsalar, masalan, mashta pandemiklar uchraydi. Degandek mashta hayotingizda mashta bir ishlar yuz kelgan vaqtingizda umidvorlik bo'lish. Bu bek muhim deb o'ylayman. Chunki bizning dinimizmi bir xil umidvorlik, bir xil din. Shunga cho'qim umidvorlik bo'lish kerak. Ashta mag'lubiyatlarga uchragan vaqtda tik turib qaytadan o'zingizni buni hammadan biladi. Men demasam hammadan o'ylaydi, lekin buni men to'xtamay o'zimga deyman. Bir narsa, masalan, men abay degandek uxlamay, shu qilgan ishim jiqlab ketgan, ash vaqtlarda har vaqtda yaxshi ish bo'lsa, alhamdulillah, eski ish bo'lsa, alhamdulillah. Buni deyish oson, qilish tez. Men hozir davatdan bir xil men buni qilib ketgandek emas. Men o'zimga to'xtamay mana shu narsani degan o'sha deyish oson, bir odamga nasihat qilish oson bo'ladi. Ashuni o'zi ichki kirgizib qilish tez bo'ladi. Yo'q, men davatgandek men bu ishlarni men endi qilishni o'rganyapman, o'zimga har kuni deb turman. Shunga mana narsa uchirgan vaqtda, mag'lubiyatga uchirgan vaqtda o'zimiz umidvorlik bo'lib, Uyg'urlar bir umidvor haq deb o'ylayman, inson deb o'ylayman biz o'zimizni. Shunga umidvor bo'lib, yiltimizni bilib, o'zimizning qilmoqchi bo'lgan yaxshi ko'rgan narsalarimizni izlanib, andan keyin bir narsaga duch kelgan vaqtda qaysarlik bo'lib, andan keyin nishon tizib, ashunga to'xtamay ashunga irodalik berib, ham bir narsa eski ishlar ya bo'lmasa bilmaydigan bir yerlardan bir ishlar bo'lgan vaqtda umidvorlik bo'lib, yana o'xshash nishonimizga irodalik bilan atlashni o'zimga tavsiya qilman. Ham agar haqlar uni ko'rmanlar uni o'zi yaxshi deb o'ylasa o'ziga tavsiya qilsa bo'ladi. Haqiqatan ko'p rahmat shu oldi bilan sizni shundaq tarbiyalagan, yaramliq cho'ng qilgan ota-onangizga ko'p rahmat aytaman. Uyg'uriston nomidan, Uyg'uriston ekran nomidan ularga haqiqatan o'tliq salom. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ularning ajrini hassilab bersin. Endi qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Haqiqatan endi sizning mushtaq bir jangovar, umidlik energiya bilan hamma yeringiz to'lib toshgan, uning ustiga shunchalik kamtar samimiylik bilan biz bilan mushtaq bir suhbat o'tkazdingiz. Ishlamanki ekran oldidagi hammalarning yuragiga tegdi deb o'ylayman. Endi ilm yo'lida Uyg'ur nomini yiroq ellarda sharaf bilan tarqatganligingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizdan shunchalik iftixorlandik va faxrlandik. Biz sizdan texmi cho'ng xush xabarlarni kutamiz. İnşallah Allah ilm yo'lingizni texmi ziyoda qilsin, vaqtingizga barakat bersin. Ko'pdan ko'p rahmat, amin duolaringizga rahmat. Shundan men xursand bo'ldim. Lekin mendan yaxshi chiqadiganlar, meningki eng kutadiganim mana shu narsalarni anglab, mendanmi yaxshi, nima degani men dedim-ku, bir daraja bo'ladi, u darajadan cho'qim atlash kerak. Shunga mendanmi yaxshi, narsasi yaxshi, Uyg'ur bolalarini, yoshlarini chiqishni ham ishonaman, inshaalloh bo'ladi, ham ashunga iltimdigan odamlar inshaalloh mana shu suhbatni ashta odamlar bir-birsiga tavsiya qilishni chin dilimdan tilayman. Rahmat sizga. Amin duolaringiz. Sizga rahmat meni mana shunga chaqirib vaqtimni so'zlaganlarimni, degan gaplarimni kekashlab turib anlig'iningizga rahmat. Estağfurullah. Undan boshqa Uyg'uriston gruppasidagi oq sabti ishlayotgan barliq sabtdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Shundaq ko'rurmanlar, bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat. Allohga omonat.